Misol uchun bugun uxlab qolsangiz, men bugun uxlab qoldim deb qo'ymaysiz. Imkoniyat bo'lmagan bo'lsa nimagadir qanday qilib u narsaga yana qaytib, yana davom ettirish. Dangasalik qilyapman men, shug'ullanishim kerak. Xohishlaringizni yengishingiz kerak. Ko'cha sovuq, Uyi bor, mashinasi bor, atrofi yaxshi. nima kerak edi? Siz yuguryapsiz, suzyapsiz, velosiped qo'ysangiz triatlon bo'lar ekan. Keling, Ironmanga tayyorlanamiz. Hali hech qaysi o'zbek o'tmagan degan bilan gapi bo'lgan. Norasmiy titul olish imkoniyati bor. 6 ta marafon yugursangiz, katta medal beradi. 20 mingtagina odam butun yer yuzida olgan mana shu medalni, o'ylayapsizmi? Qiynalib qolishingiz mumkin, travma olishingiz mumkin. Bo'ldi, xo'p bo'ladi deganman. Chiqib o'zim bilgandan qolmaganman. Burumdagi birinchi marafon, ungacha eng uzoq yuguram 26 kilometr bo'lgan. Onamdan duoni oldim-da, ketdim shu bilan. Rosa hayajonlanaman. Bitta odam ag'nab tushganda, doktorligiga jonlantirish qilyapti unga. Ishonmayman. Voy, men yugurdim. 5 hafta ichida 3 ta marafon yugurganman. Oxir taqdirga tan berdim. Qisqasi mayli nasib qilmagan ekan, endi. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonim bu Jahongir aka Po'latov, Cambridge School asoschisi va shu bilan birga Jahon School asoschisi. Bu eng asosiysi emas, asosiysi bugun taklif qilganligimning sababi bu O'zbekistonda birinchi Six Majors deydi, marafonlarni yugurib o'tganlar va shu bilan birga bir nechta half Ironman va bugungi kunda Ironman polni distansiyasiga tayyorgarlik ko'rayotgan inson sifatida va shu bilan birga accountability partner deymiz. Biza bir-birimizni davay deb turadigan trenirovkalarni qo'yib yubormaslik uchun eng asosiysi maqsad qo'yib, maqsadga erishishni osonroq qilish uchun birgalikda yuradigan, birgalikda bir xil mindsetda harakat qiladigan bir inson sifatida. Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ulug'bek, taklif uchun rahmat. Xursandman. Bugun qisqacha nima haqida gapiramiz? Umuman eng asosiysi bu savol, siz ham tadbirkor sifatida, ham endi men bir nechta odamdan eshitganman, motivator. Nimaga motivator? Chunki qanaqasiga buncha narsani umuman qo'ldan keladi va shu bilan birga qanaqasiga eplayapti degan savol. Yoshlar sizda ko'rib, nafaqat yoshlar, kattalar ham sizda ko'rib, qanaqasiga bu ham tadbirkorlik yo'nalishida, ham deylik oila yo'nalishida, ham qanaqadir success deymiz-ku, success deganda har bir yo'nalishda uspet qilib, shu bilan birga qanaqasiga hayotga bunaqa energiya olyapti degan savolga bir javob sifatida shuni birinchi savol qilib, qanday qilib buncha narsaga uspet qilsa bo'ladi? Jahongir aka, mana shu narsaga bir qisqacha bir javob bersangiz. Endi albatta tashqaridan qaraganda har doim chiroyli ko'rinadi. Ya'ni misol uchun aytganingizdek, misol uchun endi inson o'zini oldiga avvalambor to'g'ri maqsad qo'yish kerak deb o'ylayman. Mana shu narsadan o'zi boyagi natijalar boshlanadi. Ya'ni misol uchun agar siz maqsadingiz bo'lsa, o'zingizni qiziqqan sohada biznes qilish yoki nimadir faoliyat yuritish yoki misol uchun o'sha sport yo'nalishida maqsadlaringiz bo'lsa, oila yo'nalishida maqsadingiz bo'lsagina sizda shunga nisbatan harakat paydo bo'ladi. Endi shu boshidagi aytgan gapim, ya'ni tashqaridan har doim chiroyli ko'rinadi va siz har doim o'zi inson zotan har doim yutuqlarni qo'yadi. Misol uchun bugun uxlab qolsangiz, men bugun uxlab qoldim deb qo'ymaysiz. Shuning uchun tashqaridan qaraganda kuzatgan odam har doim bu inson ko'p narsaga ulgurar ekan degan tasavvur paydo bo'ladi. To'g'ri, endi harakat qilamiz maksimaldan har xil sohalarda, hamma sohada biror bir natija qilishga, shu vaqt o'tyapti, umr o'tyapti, biror bir narsa o'zimizdan keyin qoldirishga harakat qilamiz va shuni ba'zi bir nuqtalarni shu Instagram orqali yoki Telegram orqali qo'yib boramiz. Va lekin misol uchun menda ham hammasi ideal emas. Aytaylik, o'sha har doim kamchiliklar bo'ladi, aytganimdek, misol uchun uxlab qolish mumkin, trenirovkaga, ya'ni shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Shunaqa. Bu faqatgina hamma narsada 100%, hamma narsani 100% amalga oshirish emas, balkim qanday qilib nimadir imkoniyat bo'lmagan bo'lsa nimagadir qanday qilib u narsaga yana qaytib, yana davom ettirish masalan. To'ppa-to'g'ri, aynan mana shu narsani o'sha ingliz tilida consistency deydi, ya'ni davomiylik desak bo'ladi. Ya'ni misol uchun ba'zida tushunish mumkin, davomiylik bu har kuni 100% natija qilish. Unaqa emas, misol uchun qaysidir kun sizda 100%, qaysidir kun 20%, qaysidir kun 50%, asosiysi to'xtab qolmaslik. Asosiysi yuqorida aytganingizdek, qaysidir kuni bir kun o'tkazib yuborgan taqdiringizda ham ertasi kun yana qaytib kelish. Mana shu narsani misol consistency desa bo'ladi, misol uchun o'sha davomiylik. U narsaga asosan o'sha boshda aytdingiz-ku, maqsad dedingiz-ku.
o'sha maqsadmi yoki maqsaddan tashqari kimdir aytadi genetika deydi, disiplina deydi, kimdir aytadi atrof muhit deydi, kimdir aytadi va hokazo har xil faktorlar deydi. Qanaqa faktor u narsaga mana bitta narsani davom ettirish, davomiylikni qanaqa qilib bu narsani qilish? Sizni holatingizda qanaqa bo'ladi? Avvalambor o'sha biror bir qilayotgan ishingiz davomiy bo'lishi uchun birinchi o'rinda o'ylayman, to'g'ri maqsad qo'yilgan bo'lishi kerak. U maqsad sizni qiziqtirishi kerak, ertalab uyg'ota olish kerak, qaysidir ma'noda chalg'ib ketsangiz yana o'zingizni o'sha yo'nalishingizga qaytarib olish kerak. Birinchi o'rinda o'ylayman, shu to'g'ri maqsad qo'yib olish kerak. Qaysiki sizga mos bo'lishi kerak, siz qila oladigan bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu o'ylayman atrof muhit. Ya'ni chunki maqsad qo'ysangiz va bitta o'zingiz maqsadga harakat qilsangiz, chalg'ituvchi faktorlar juda ham ko'p bo'ladi. Sizni osongina boshqasiga chalg'itib ketishi mumkin. Endi misol uchun o'sha qanaqadir bir hamjamiyat bo'lsa, community deymiz misol uchun yoki o'rtoqlar bo'lsa, qaysiki siz ularning progressini ko'rib ham sizda yana ishtiyoq paydo bo'ladi. Qilsa bo'lar ekan degan bir fikr paydo bo'ladi-da. Yetishsa bo'lar ekan. Men bir o'zim ekan. Keyin xuddi shunga o'xshab ikkinchi faktor o'ylayman atrof muhit. Atrof muhit, ya'ni o'sha atrofingizda o'zingizga o'xshagan insonlar bo'lishi sizni yana o'sha davomiy biror maqsadga qarab ketishingizga sababchi bo'ladi. Misol uchun menda ham o'sha triatlon bo'yicha guruhlar bor, sizni ko'raman, bir ikkita o'rtoqlarim bor, Instagramda ko'raman, deyman. Bugun men trenirovka o'tkazdim, lekin mana odamlar shug'ullanishyapti. Men o'zimga nisbatan anaqa koyima o'sha payt dangasalik qilyapman, shug'ullanishim kerak degan, bu juda yaxshi effekt beradi. Boshqalarning progressini ko'rasizda, sizda bo'lgan dangasalikni yengishga yaxshi yordam beradi. Bu mana shu narsa ham muhim faktor deb o'ylayman va uchinchisi bu narsani ustida ishlash kerak. Ya'ni bu o'sha xarakter shakllantirish desa ham bo'ladi. Misol uchun siz kichkina narsadan boshlab, misol uchun o'sha dangasalik kelgan paytda, qiyiz kelmagan paytda nimadir o'zingizni o'sha xohishlaringizni, chalg'ishlaringizni chetga surib turib, bir marta o'zingiz yengasiz, ikki marta yengasiz, uch marta yengasiz, keyingilar oson bo'lib ketaveradi. Boshida qiyin tuyuladi, boshida boshlagingiz kelmaydi, boshlab olguncha. Lekin men shu narsa ham bu xarakterning bitta qismi deb o'ylayman. Ya'ni nimaga ba'zi insonlarga doimiy ravishda sport bilan shug'ullanish oson bo'lishi mumkin, lekin ba'zilarga birinchisidan boshlash qiyin. Doimiy oson bo'lganlar boshda boshlagan va uni keyin o'zini ustida ishlab, buni yengib xarakter shakllantirgan. Ya'ni bunaqa narsalar, yengil narsalar qilish yoki o'sha davomiylikni ushlash ularga qiyin emas. Umumlashtiradigan bo'lsa, shu to'g'ri qo'yilgan maqsad, xuddi shunaqa maqsadga ega bo'lgan insonlar jamoasi va uchinchisi shu yuqorida aytib o'tganimizdek buni ustida ishlash kerak. O'zingiz baribir u narsaga qanaqadir bir energiya sarflab, o'zingizni ustida ishlab, o'zingizni qandaydir har safar o'zingizni o'sha xohishlaringizni yengishingiz kerak-da. Ya'ni misol uchun ertalab hammaga yoqadi uxlash, misol uchun bunday uyg'ondingiz, qaraysiz soat 6:30 ko'cha sovuq, 5 gradus, 2 gradus, 3 gradus, keyin aytasiz, voy hozir turib issiq kiyinib yugurib tellab kerakmi shu narsa deysiz-da. Yotishingiz mumkin yoki siz o'sha o'zingizni yengib turib, yo to'xta bugun hech bo'lmasa yurib kela qoling deb bo'lsa ham o'zingiz aldab ozgina mayli hech bo'lmasa kiyimdan kiyaman, yuraman faqat, yugurmayman deb chiqib olsangiz bo'ldi. Yo'qda yugurib ketasiz. Chiqqandan keyin o'sha bo'lib ketadi. Zo'r. Nima shu kakras shu yo'nalishda atom odatlari haqida kakras shu nima qiladi? Bir nechta yo'llari bor deydi. Bir yo'llaridan biri bu har kuni qilgan progressingizni belgilash. Deylik, kalendar bo'ladimi yoki deylik o'zimizda telefonimizda nimalar bo'ladimi? Qanaqadir habit trackerlar deymiz. Har birini bugun turdingiz, mashg'ulotga chiqdingiz, belgiladingiz. Ertaga chiqdingiz, belgiladingiz. Mana shu qanchani strike deymiz, nima ingliz tilida, qanchalik ko'p davomiy bo'lsa agar o'sha uni keyin bizgiz ham kelmaydi. Yana o'sha 10 kun podrяд chiqdim yoki 15 kun podряд chiqdim. O'sha qanday qilib o'sha narsani yana davom ettiray, хотя бы aytganingizda chiqib yursam ham o'sha yaxshi degan savol. Tak, maqsadga qaytadigan bo'lsa agar bitta bir o'zimga savol beramanda. Siz tadbirkor, успешный tadbirkor, shundan keyin o'zi qachon unaqa fikr kelgan o'zi? Nimaga unaqa fikr kelgan? Mana deylik shunaqa odamlarda xayol bo'lishi mumkin, puli bor, uyi bor, mashinasi bor, atrofi yaxshi. Nima kerak edi? Nima kerak? Qiladigan ishi yo'qmi? Maza qilib yurmaydimi degan savolda o'zi qachon u fikr kelgan? Nimadan keyin? Men o'zi so'ramoqchi bo'lgan savol, hayotingizda qaysi moment yoki qaysi holatdan keyin, nimadan keyin bo'lma mana shu ishni qilaman. Bo'lma mana shu narsaga men o'zimni vaqtimni, energiyamni ajrataman, mana shunaqa maqsad qo'yaman degan narsa bo'ldi. Qachon u narsa keldi? Nimadan keyin bo'ldi? To'g'risi, men 2024-yil taxminan shu aprel-may oylaridan triatlon bilan shug'ullanishni boshladim.
bunga bitta Shahbozbek degan o'rtog'im sababchi bo'ldi. O'zi Norvegiyada yashaydi. Kelib ozgina gaplashsak, o'zi men yugurib yurardim ungacha. Undan keyin suzishga borish boshladim. Raznobraziya uchun suzishga borish boshladim. Keyin o'rtog'im ko'rib yetdi. Mana siz yuguryapsiz, suzyapsiz, velosiped qo'ysangiz triatlon bo'lar ekan. Keling Ironmanga tayyorlanamiz dedi. Endi oldindan eshitgandim Ironman haqida. Keyin juda qiziq menga aytdimda, keyin shu tanish bilishlar orqali Shohruh aka Yunusov degan inson bilan tanishdim. Juda mashhur o'sha triatletlar orasida inson. Ironman o'tgan bir necha marta, o'quvchilari juda ko'p o'tgan. Shu inson bilan tanishdim, ularni o'sha kurslariga yozildim, ya'ni mashg'ulotlariga va ular bilan birga shug'ullanishni boshladim. Shug'ullanishni boshlab, sekin asta progress qilib, Samarqandda siz bilan sprint masofasini bosib o'tdik. O'shanaqa tayyorlanib yurgan paytim yugurish mashg'ulotlarini birda Shohruh aka aytib qoldi. Mana yugurish musobaqalarining ichida eng mashhuri, eng prestijnisi bu major marafonlar. Hali o'zbeklar orasida hech kim o'tmagan deb qoldi. Hammasini o'tmagan hech kim deb. Menda o'sha paytda wow degan bir anaqa paydo bo'ldi. Hali bitta ham o'zbek major o'tmagan bo'lsa, bu nima ekan o'zi degan bir tushuncha paydo bo'ldi, savol paydo bo'ldi. Kimga kelib qidirish boshladim. Nima marafon bor, qanaqa, qayerda bo'ladi, grafiklari qanaqa kirsa bo'ladi va hokazo. Birinchi o'sha nuqta Shohruh aka sababchi bo'lgan. Shu majors haqida bilish. Majors haqida eshitganimdan keyin menda qiziqish paydo bo'lganda. Keyin yana bitta bu yerdagi trigger bu hali hech qaysi o'zbek o'tmagan degan ularning gapi bo'lgan. Tarixiy nima qilsa ya'ni bu narsa o'sha imkoniyat hali hech kim qilmagan ishni qilishdi. Misol uchun agar aytaylik, endi menda ozgina shoshilish ham bo'lgan o'tda. Birinchi bo'lish uchun. Va agar misol uchun shu Ironman yoki shu Half Ironman siz o'tda hamma qilgan misol uchun o'zingiz uchun qilasiz. Lekin bu yerda misol uchun qanaqadir bir norasmiy titul olish imkoniyati bor. Shuning uchun bu rosa qiziqish paydo qildi. Keyin o'tirib qidirishni boshladim. Hammasini ko'rdim, grafiklarini. Keyin o'sha majorlarni o'tish maqsadini qo'ydim oldimga. Ya'ni shu 1 yil bo'ladimi, misol 2 yil bo'ladimi, men qisqasi majorlarni o'taman degan maqsad qo'ydim va mana shu nuqtadan hammasi boshlandi. Ya'ni shu darajada anaqa qilib kirishib ketdimki, triatlonni sal kamaytirdim. Asosiy uporni yugurishga berdim. To'liq polni загруженность yugurishga yo'naltirdingiz. Endi ozgina aralash bo'ldi, chunki orada misol Bahraynda, Omanda Half Ironman bor edi. Shuning uchun sal anaqa bo'ldi, aralash, lekin ko'proq fokus, ya'ni men uchun prioritet baribir o'sha majorlar bo'lib turdi-da, chunki o'sha majorlar juda noyob marafon turlari bo'lgani uchun va bo'lib ham unga misol uchun slot olish juda mushkul ish. Ya'ni siz misol uchun Ironmanda endi pulingiz bor, kirasiz ro'yxatdan o'tasiz, slot oldingiz. Lekin mana Ironman ichida ham jahon chempionatlariga faqat kvalifikatsiya orqali kirasiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni juda talab katta. Bor yo'q misol 30 mingdan 50 minggacha odam qatnashadi. O'zi bu juda ham ko'p, lekin xohlovchilar millionlab. Shundan как раз давайте mana shu narsaga как раз sho'ng'iylik ko'proq deydi. Birinchi uni ko'rib chiqdingiz. Xo'p, qanaqa mana shu maqsad bor. Maqsad 6 major qilish qo'yildi o'zida. Keyin step by step nimalar qildingiz? Masalan, siz bilan yugurganimizda aytib bergandingiz. Men bunisiga chiqdim, to'g'ri firmaga bunisiga chiqdim, bunaqa qildim, bunaqa shu haqida aytib bersangiz, 6 ta majors dunyoning har xil qismida bo'ladi. O'zi major marafonlar haqida qisqacha aytib bersam, o'sha major katta marafonlar dunyodagi va bu marafonlarning ichida eng eskisi Bostondagi marafon. Bu yil 129-marafon bo'lgan, 129 yilligi bo'ldi bu yil. 129 yildan beri уже bo'lib keladi bu dunyodagi eng tarixiy marafon. Misol uchun Boston o'sha USda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, keyin New Yorkda bo'ladi, Chicagoda bo'ladi, major 3 tasi Amerikada bo'ladi. Londonda bor, Berlinda bor, Tokioda bor. Bu originalniy 6 major marafonlar. 2000 adashmasam 12 dan berimi, o'sha Tokio qo'shilgandan keyin shu 6 ta bo'lib qolgan. Aniq sanasi Tokio qo'shilgani esimda yo'q, lekin 6 ta bo'lib qolgan va bu o'sha original eng asosiy majorlar. Endi misol uchun o'tgan yildan boshlab Sidney qo'shildi. Hozir yana qo'shilishi mumkin Xitoy va yana qo'shilishi mumkin Cape Town. Qo'shilsa 9 major marafon bo'ladi. No, lekin o'sha 9 bo'lgandan keyin o'zi 6 major marafonda 6 ta marafon yugursangiz katta medal beradi.
Ya'ni bu noyob medal, ya'ni misol uchun hozirgacha 20 mingtagina odam butun yer yuzida olgan mana shu medalni, o'ylayapsizmi? Mana nima Demak, siz nima publikatsiya qiluvdingiz? 6 ta medal. 6 dumaloqlari bor. Dumaloqlar turadi. Noyob katta medal hammasini tugatganingizdan keyin beradi. Misol uchun mana shu originalni. Endi aytishadi, 9 ta bo'lgandan keyin mana shu medal o'zgarishi mumkin. 9 measure misol uchun. Mana shu 6 tani o'rniga 9 ta bo'ladi. 9 ta bo'lishi mumkin. O'sha 9 ta 9-chi lokatsiya qo'shilgandan keyin va siz buni xohlagan periodda o'tishingiz mumkin hammasini. Xohlasangiz 1 yilda, xohlasangiz 10 yilda. Bu bo'yicha limit yo'q. Chunki har bitta yugurgan paytingiz u yozib qolinadi. Misol uchun shunaqalar bor, 2012 da boshlagan va 2024 da tugatgan. Shunaqalar bor, misol uchun meni to'g'risi omadim kelib qolgan, shu Alloh qo'llab nima bo'ldi? 7 oyda hammasini yugurib o'tdim. 7 oyda. 7 oy. Men sentyabrda boshlaganman. Adashmasam 29 Berlinda boshlaganman va Londonda tugatganman keyingi yil. Haqiqatdan yonganda siz. Jidda. Qilaman, bajaraman deb. Hozir men aytib beraman, nimalardan voz kechganman-da o'ylagan qilish uchun. Shu men holatimda 7 oyda bo'lgan, ketmagan. Bu major o'tish mumkin bo'lgan eng qisqa vaqtda. 7 oy. Chunki misol uchun Tokioda boshlanadi. Tokioda martda bo'ladi. Misol uchun bunaqasiga qilsangiz ham noyabrda tugaydi. Bu 8 oylar taxminan bo'ladi. Agar siz kuzda boshlasangiz eng yaqinida 7 oy. Eng tez o'tish mumkin bo'lgan periodga to'g'ri kelgan. Eng kichik sikl. Eng kichik sikl bo'lgan. O'sha yerda o'tganman. Endi men Shohrux akadan eshitdim, keyin qidirishni boshladim. Qarasam eng yaqini Berlin ekan. Shohrux akadan so'radim, Shohrux aka, men qisqasi Berlinda yugurmoqchiman marafon. Nima deysiz deyapman. Siz shoshmang, o'zingizni qiynamang. Chunki marafon jiddiy distansiya. Chunki ungacha men faqat anaqa yugurganman, half marafon yugurganman. Half marafon o'sha 21 kilometr to'xtamasdan yugurish, polniy marafon bu 42 kilometr to'xtamasdan yugurish. Qisqacha nima uchun eshitayotganlar uchun. Ma'lumot uchun. Bungacha men faqat yarim marafon yugurganman, ya'ni marafon yugurmaganman. Va aytganda siz anaqa qilasiz, qiynalib qolishingiz mumkin, travma olishingiz mumkin. Endi trener, murabbiy o'zining vazifasini bajaryapti. Menga to'g'ri maslahat beryapti. Siz shoshmang-da, siz Samarqandga tayyorlaning deganlar. Samarqandda yugurasiz misol uchun. Shoshib nima qilasiz deganlar-da. Hammasi payti apta ketadi deganlar. Keyin bo'ldi, xo'p bo'ladi deganman. Chiqib o'zim bilgandan qolmaganman. Borib qidirib, keyin bitta slot olganman. Endi o'sha major marafonlarni yana bitta uni ajratib turadigan tomoni, unga tushish juda qiyin. 3 ta usul bor. 3 ta usul shu keng tarqalgan. Birinchisi ballot o'ynaladi. Bu degani, misol uchun 50 mingta joy bor. 300 mingta odam ro'yxatdan o'tadi, qaysidir period ichida ochiladi bir oyga. Tugatgandan keyin 50 mingta joy 300 mingtada randomni tarqatib yuborishadi. Sizga pochtangizga keladi, siz tanlandingiz, pulni to'lang va o'tishingiz mumkin degan xabar keladi. Как lotereya. Faqat bu yerda pulni boshida olmaydi. O'zlari randomni tarqatadi, chunki bu fair bo'lishi uchun. Boyagi birinchi kelgan ro'yxatdan o'tadi desa, kimdirlar o'tirib hammasini tez olib qo'yish mumkin. Shuning uchun fair bo'lishi uchun hammani yig'ishadi, keyin tarqatishadi. Ikkinchi usuli, siz o'sha xayriya qilishingiz kerak. Xayriya yig'ishingiz kerak, xayriya akkaunt ochasiz. Har xil o'rtoqlaringizga aytasiz, hamma pul tashlaydi. U yerda endi xayriya summasi katta, $5000 o'rtacha, 3000, 5000 adashmasam va buncha summa yig'ish qiyin. Va bu ikkinchi usul. То есть bu siz deylik qanaydir bir xayriya мероприятие sifatida bo'ladi. Onlayn xayriya bo'ladi. Tashkilotlar bor. Qaysidir tashkilotni, misol uchun aytaylik, shu bolalar rakiga qarshi kurash tashkiloti bo'lishi mumkin. O'shanga bog'lab, misol uchun akkaunt ochasiz. Bilishim bo'yicha men qilib ko'rmaganman buni. Taxminiy tushunchamni aytyapman ko'rganlarimdan. O'sha akkauntga misol uchun hamma pul tashlaydi. Siz tanishlar, siz bergan link orqali bo'lishi mumkin. Va o'sha yerda pul yig'ilgandan keyin sizga o'sha anaqa beriladi bitta. Slot beriladi. Uchinchisi, bu ham yaqindan qo'shilgan usul, bu tur agentlar orqali. Ya'ni 50 mingta slot bo'lsa, misol uchun shuni mingtasini aytaylik tur agentlarga sotishga tarqatadi. Kimdirga 100 ta, kimdirga 50, kimdirga 20 ta mana shunaqa tarqatadi butun dunyo bo'ylab va bu faqat selected tur agentlar. Ya'ni duch kelgan tur agentga bermaydi. Oldin misol tekshiruvdan o'tgan o'sha rasmiy tur agentlarga tarqatishadi va ularning saytida har bitta marafon ro'yxati bo'ladi. Ya'ni siz o'sha tur agentligiga chiqib, o'sha slotni qimmatroqga sotib olishingiz mumkin. Ya'ni misol uchun pulingiz bo'lsa, VIP emas, pulingiz bo'lsa, agar qolgan bo'lsa, olishingiz mumkin. Agar qolgan bo'lsa. Chunki misol uchun eng tez ketadigan marafonlar, misol New York marafon, Tokio, London, Boston. Bularda joy odatda bo'lmaydi.
Lekin misol uchun Berlin bilan Chikagoda ko'pincha marafonga 2-3 hafta qolganda ham joylar bo'lgan. Shunaqa payt bo'lgan. Endi men nima qilganman? 3-usul tanlaganman tour agentlar orqali. Chunki o'sha anaqa billetga ulgurmaganman. Charity juda katta effort kerak unga, ya'ni harakat qilish kerak va buncha pul yig'olmasligingiz ham mumkin. Uchinchisi, undan ko'ra sal budjetliroq variant, arzonroq pul to'lab qimmatroq sotib olasiz. Endi o'rtacha majorlarni qatnashish bilet narxi $160 $350gacha. Taxminan men bilganlarim. Chunki men hech qaysini bilet orqali olmaganman, hammasini tour agentlar orqali olganman. Chunki menda prioritet tezroq o'tish bo'lgan. Endi misol uchun vaqtingiz bemalol bo'lsa, biletda qatnashib ko'rasiz, tour agentlar ichida misol uchun tanlab olishingiz mumkin. Shunaqa bo'lgan, lekin bu original narxi. Slot o'zi boshida primoy saytdan olsangiz agar. Sizga agar slot berilsa, sotib olish uchun $300-350 bo'lishi mumkin. Tokio 160 edi. Lekin tour agentlardan siz 2 baravardan 10 baravargacha qimmatga sotib olasiz. Давайте прям по факту birdan ketaylik. Birinchi sotib olganingiz, birinchi eng yaqini Berlin. Xo'p, Berlin bo'lgan. Давайте shu Berlin haqida gaplar. Qanaqa olis? O'zi mana Berlinga men qidirdim, shu tour agentlar ro'yxatini ochdim va tour agentlarga bitta hammasi pochtasiga yozishni boshladim. Va orasida adashmasam UK dan bo'lgan bitta tour agent aloqaga chiqib qoldi. Tour agentство UK da joylashgan va aytibdi, slot bor Berlinga, davayte anaqa qilamiz-da, sotamiz. $1000 taxminan tushgan. Ichida gostinitsasi ham bo'lgan, adashmasam, mehmonxonasi bor. Ya'ni ular ko'pincha package sotishadi. Ichida misol uchun slot bor va mehmonxona ham bor. Mashina olgan eng qulay. Chunki siz o'zingiz uzoqroqda mehmonxona olib qo'yishingiz mumkin. Ular beradigan mehmonxona startga yaqin bo'ladi. Bu juda muhim, start bilan finishga yaqin bo'lishi, sababi siz finishga kelganingizdan keyin tezroq uyga yetib olishingiz kerak. Siz shahar ichida yura olmaysiz, chunki oyoqlik tamom bo'lgan bo'ladi. 40 kilometrdan. Shunaqa, lekin ba'zi marafonlarda finish bilan start har xil joyda. Shunga e'tibor berish kerak. Lutchi finishga yaqin olgan yaxshi. Chunki siz shu kelganingizdan keyin uyga yetib olish muhimroqda. Ertalab borishga borib olasiz. Shu Berlin bo'lgan, Berlin o'sha UK dagi tour agentlardan olganman. Taxminan shu $1000 atrofida. Bu gostinitsaga примерно 3 kun, 2 kun qanaqa? 3 kun. 3 kunlik gostinitsa, trekka yaqin joy bo'ladi. Shunaqa bo'ladi va slot bo'ladi. Alohida ba'zilar sotmaydi. Va mana shu birinchi mejorim bo'lgan, slotlarni oldim, hammasini secure qildim. Yaxshi 27 yoki 29 sentyabr 24-yil birinchi marafonim. Birinchi marafon. Umrimdagi birinchi marafon. Ungacha eng uzoq yugurgan 26 kilometr bo'lgan. Umrimdagi birinchi marafon va bitta o'zim ketganman. Ketdim, shunda narsadan yig'dim, men qisqasi onamdan duoni oldim-da, ketdim shu bilan. Bordim, joylashdim. Mehmonxonaga joylashib, o'sha yerda birinchi tajriba borib, o'sha anaqa nomerlarni olib, o'tda ro'yxatdan o'tib, hammasini qilib, keyin o'sha kuni start kuni keldi, start kuni bordim. Rosa hayajonlanaman, tushmayapman nimaga. O'zimga o'zim aytayapman, misol startda turibman, yurak duk-duk puls qarasam baland. O'zimga o'zim aytayapman, nimaga hayajonlanaman deyapman. Bu oddiy yugurish bo'lsa, oldin yugurgan bo'lsam, lekin shu 40 yugurmaganman degan fikr kelyapti va bu chalg'ityapti-da, ya'ni yurak uryapti. O'zim boshqa harakat chuqur nafas olib, keyin startda turibmiz. Bo'lib ham boru, qanaqa misol uchun start 10 da bo'lsa, siz 8 da borishingiz kerak. Chunki birinchidan mana marafonlarda har xil anaqa bor. Sizni ro'yxatdan o'tayotgan paytingiz taxminan qancha tugatishingizni belgilaysiz-da. Shundan kelib chiqib sizga bib numberda yoki rang beradi yoki harf ajratadi. Misol uchun keyin anaqalarga bo'ladi, gruppalarga bo'ladi. Pace'dan kelib chiqib, guruhlarga bo'ladi va siz o'sha guruhingiz bor joyga kelishingiz kerak. Bib numberdagi harfga qarab turib kirgizadi va kutasiz. Endi men boshida 5 soat belgilaganman, bilmadim. O'sha yerda turganman. Turib, eng oxirroqda-da-yu. Endi yana bir 2 soat kutdim-u. O'zi hayajon, yana 2 soat sovqatgan, qorin ochyapti. Yozmi? Hayolimda kelib siraz boshlayman. Keyin shunaqa sekin yurib, o'zi ham Berlinda uzkiroqda trek, torroq. Yevropa ko'chalari tor bo'lganlik. Torroq, misol uchun, endi hamma joyda tor, lekin New Yorklarda, Londonda dalada bo'lasiz-da. Keyin yig'ilib yugurasiz. Anaqada ham shunaqa Bostonda ham adashmasam. Keyin nima bo'ldi? Shunaqa yurib sekin guruhni qilib yurib bordik. Berlinning markaziy joyi. Borgancha o'sha hayajon ham o'sha tushib bo'lgan o'ziga. Yo'q, tushmadi birinchisi. Keyin finishda, startda turibman. Keyin anaqa otadi-yu, qildi. Dedim, shunda soat yoqib ketyapman, sekin yugurib ketyapman. Yaxshi, hammasi joyida. Keyin
sal bir kilometrdan keyin shunaqa qarasam, bitta odam ag'nab tushganda, doktorligiga jonlantirish qilyapti unga. Voy, yana anaqa hayajon bosdi-yu. Odamlar o'larkan bu yerda o'yladim. Yuguraman deb kelib. Endi yosh kattaroq semizroq odam edi, menimcha shunga shunaqa bo'lgan. Endi ko'zim oldida вообще hayronman, keyin ketyapman. Endi o'sha ustoz aytgan, murabbiy Shohruxga aytgan anaqaga tavsiyalarga ko'ra shu gelni ichib, anaqa qilib, sekin-sekin yugurib ketyapman. Yaxshi, misol 10 kilometr yugurdim, yaxshi, hammasi joyida. Keyin 15-20 yarim marafon bo'ldi, 30, mana haqiqiy marafon 30-kilometrdan keyin boshlanadi. Siz misol uchun ungacha o'z yaxshi his qilasiz, ozgina tezlashasiz, nimadir manyovrlar qilgingiz keladi. Yugurdi. Berlin bitta yaxshi tomoni tekis juda ham. Ya'ni unaqa past balandlik yo'q, shuni hisobiga maza qilib yugurasiz. Maza qilib polni yugurdi. Keyin o'sha oxirgi kilometrlar 35 dan keyin juda boyagi faqatgina o'sha oyoqlar tomon bo'lgan, faqatgina shu ishqil finishga yetib oldingizda, shu mindset, shu fikrlashingiz, miyangiz sizni olib ketadi-da. Oyoq tomon bo'lgan. Shunaqa qilib bir amallab alhamdulillah yetib keldim. Finish chizig'ini bosib o'tdim. 4 soat 46 minut, 46 minutda kelganman. 4 soat 46 minut. Ha, birinchi marafonga juda o'zim uchun yaxshi natija bo'lgan. Zo'r natija. Personal record. Personal record bo'lgan. Keyin keldim, zo'r medaldan ishonmayman. Voy, men yugurdim. Undan keyin nima bo'ldi? Men ko'rgandim, esimda bor. Birinchi marafoningiz bilan ikkinchi marafoningizni orasi haqida, vaqt haqida gapirmasam bo'ladi. Ha, qarang, nima bo'lganmanda, mana o'tgan yil kuzda 5 hafta ichida 3 ta marafon yugurganman. 5 hafta. 26, maksimum 26 kilometr yugurgan odam 5 hafta 3 ta marafonda tamom bo'lganman o'zi. Lekin o'sha bu yoqda men London bilan Boston, undan ham boshqa istoriya, buni hozir aytib beraman. Endi men o'sha Berlinga slotim bor payti, taxminan sentyabr boshida yana slot qidirishni boshladim. Hali birinchi marafon aniq qilmasdan Chikagoga slot chiqib qoldi. Chikagoga. Berlindan keyin Chikago keladi, keyin New York keladi. Chikago slot chiqdi 10-oktyabrda, adashmasam, 10-midi. Orasi qisqasi 2 hafta. 2 haftadan keyin Chikagoga slot topdim. Uni Qozog'istondagi bitta turagentlardan topdim, Chikago slot. Uni ham taxminan 1150 ming atrofida edi, mehmonxona ichida. Va o'sha Chikagoga Berlindan keldim. Chikago slot bor. Ketdim keyin. Uje hali Berlinga qatnashmasdan uje Chikago slotingiz bor edi. Bor edi. Oldindan olib qo'ydim. Keyin o'sha Chikago slot oldim. O'sha ketma-ket plan qilyapman-da. Nagurskalarning hammasini Berlin yuguraman, undan keyin Chikago, undan keyin New York. Endi qarayapman, misol uchun Chikago slot svobodniyroq bo'lgan, bu aytganimdek, Berlin bilan Chikago sal svobodniyroq. Lekin New York eng ajotajlardan bittasi ekan, ya'ni yo'q. Hamma agentligiga yozyapman, yo'q de. Oxir taqdirga tan berdim. Qisqasi mayli nasib qilmagan ekan, endi Allohdan so'radim, agar xayrli bo'lsa, bo'lmasa ham roziman deb. Shunaqa qilib turgandim. Bir kuni kechqurun email kelib qoldi. Yangi Zelandiyalik bitta tur agentdan email kelib qoldi. Siz ana oldin hammaga yozib yordim dedingiz-ku, rassılka qilib, email qilib. Shuni qaytib kelganda bittasi qaytib keldi-da. Hammasini qisqasi emailni ko'chirib chiqdim-da, draftga. Keyin bitta soобщение qilib hammaga jo'natdim, universalni qilib, keyin bittaga javob kelib qoldi. Короче, bizda bitta anaqa o'sha ketadigan qatnashchimiz kasal bo'lib qoldi, slot turibdi. Agar bugun to'liq qilsang beraman dedi. Срочно. Men voy deyapman. Birinchidan holi olmay, ikkinchidan mashining deb o'ylayapman. Mana shu keyin pochtasini olaman, saytiga kiraman, tekshiryapman, match hammasi yaxshi. Lekin baribir ana bu shoshiryapti-da, manipulyatsiya u. Bugun to'liq, hozir to'liq deyapti. Yo'q, kutolmayman deyapti-da. Keyin ana qilyapman. Bo'ldi, oxiri aytdim, tavakkal dedim. Nechi pul? 2,5 ming. 2,5 ming. Короче, gastitsasi ichida va juda yaxshi lokatsiya. Yaqin. Trekka yaqin. Trek New York qimmat shahar, shuning uchun ham slot ham qimmat, mehmonxona ham qimmat-da. Va bo'lib ham menga 3 kishilik mehmonxona sotgan. Ya'ni boshqa variant yo'q. Olish kerak, 1 kishilik xona yo'q, tushunasizmi? Chunki men mehmonxonada o'sha hali ham eslayman, katta king size bed, oltita oshxonasi bor, xolodilnik, o'sha katta lyuks xonada. Majbursiz olasiz. Kerak emas, lekin slot qatnashim kerak. Slot uchun olishingiz kerak. Keyin shunaqa bo'ldi. Pul to'ladim. Bu ham tavakkal. Tavakkal. Bor ichida. Keyin kutyapman-da.
har kelarmikin. Yo'q, lekin WhatsAppini berdi, telefon qilib gaplashdim. Keldi, slot berdi. Tabriklayman deb. Voy, alhamdulillah deb bo'ldi. O'sha 3 ta joy security, 3 ta joy bor. Ketdi o'sha Berlinga bordim. Ha, Berlinga borib yugurdim. Undan qaytib keldim. Bir haftadan keyin Chikagoga ketdim. Uni yugurdim. Undan qaytib keldim. 3 haftadan keyin New York 2-noyabrda o'shanda Toshkentda ham O'zbekiston Samarqand marafon bo'lyapti. New Yorkda marafon, Samarqandga slot olib qo'yganman. New York olishdan oldin uni boshqa bitta anaqaga berib yubordim, o'rtog'imga. Keyin New Yorkka ketdim. Endi misol uchun Berlinni aytdim taxminan qanaqa bo'lganini, Chikagoda bitta narsa yo ikkita narsa prям xayolingizda qoladigan. Chikagoda oyog'im qayilganda, oyog'im anaqa. Travma. 10-chi anaqada sal qolgan travma bo'lishiga. Men bunaqa sal qayilgan, lekin to'g'rilab qolganman va ozgina cho'loqlanib yurganman-da. Lekin yaxshi anaqa, lekin Chikagoda past balandliklar bor. 4:48 da kelganman. 2 minut kechroq kelganman Berlindan. Past balandlik sifatiga oyog'im qayrilgan va menimcha shu Berlindan keyin yaxshi vassalangan bo'lmagan ham bo'lishi mumkin-da. 100% hali undan oldin yugurmagan, marafon yugurmagan odam. Bitta jetlaglar bor-da orasida. Albatta kelib ketishingizda o'sha narsalar ham bor, ta'sir qiladi vassalanligiga. Qisqasi shunaqa bo'ldi. Endi misol uchun Chikagoda O'zbekistonda yana bitta aka yugurdi. Ularda 4 ta major bor ekan. 4-tinchisi bo'lgan ekan-da. Sizda o'jana xavotir boshlagan. Menda xavotir bor. Voy. Tezlashtirish kerak bu masalani. Shu mashina ham menda anaqa qildi-da. Trevoga uyg'otdi. Ya'ni bular 4 ta bo'lsa, hozir yana 2 ta yugurib qo'ysa, o'sha oladi degan narsa paydo bo'ldi. Men aytdim, "Yo'q, davay anaqa qilish kerak, to'xtash kerak emas" dedim-da. Endi bu unofficial title-da, ya'ni norasmiy title, legacy-da. Shuning uchun ozgina trevojность bor, shoshyapman. Keyin u aka bilan malayziyalik ana 5000 desa ham, naverna ketib qolardi, ana narxini aytsa 5000 desa ham. Keyin qisqasi u aka bilan yugurdik birga yugurdik, tugatdik. Yaxshi bo'ldi Chikago. Endi mana misol uchun Berlinda crowd support uncha emas, ya'ni atrofda aholi uncha qo'llab-quvvatlamaydi, lekin Chikagoda ko'chalarga chiqib olib вообще ajotajda. New Yorkda, Chikagoda, Londonda, Tokioda ham yanaqada ham, Bostonda ham, o'sha UK bilan USda crowd support juda kuchli-da. Hamma chiqib, naql shuni ko'rib ham siz misol major marafonlarni, mana Samarqanddagi marafon yoki boshqa marafondan farqi, u yerda crowd support juda yuqori-da. Ya'ni siz shuni o'zi ham sizga tanimagan odamlar "Davay, ты сможешь, davay, let's go" bilan turadi-da. Ko'rib sekin ketaverasiz-da. Shunaqa bo'ldi. Emotsional energiya beradi, push qiladi sizni trassada. Chikago yugurdim, keldim keyin. New Yorkka ketdim. New Yorkka qanaqa bo'lgan? 3 kunga borib kelganman. O'sha juma kunimi, endi New York boshqa kontinent, juda uzoq. Aytayapman, uchta o'zi как minimum 12 soat. 12 soat. Endi adashmasam men primoy reys bilan borib, qaytishda через Turkiya qaytdim, tezroq qaytish uchun. O'sha borib, o'sha yerda borib numberlarni olib, ertasi kuni check-out randa qatnashib, undan keyin marafon yugurgan kunim, qarang, medal oldim. New Yorkda bordim. 3-medal. 3-medal New Yorkda oldim. Keldim, yuvindim, shuna chiqib ketdim. Mana shunaqa bo'lgan. Samolyot обратно o'sha. Oyoqlar dabdala bo'yapti-da, jo'nasmi? Lekin men o'sha qaytishim kerak edi. Juda ko'p ketmaga safar bo'lganiga ham safardan odam charchagandi. Keyin samolyot nima qaytishga, shuning uchun men oyog'im og'risa ham qaror uchun yuvinib chiqdim-da, ovqatlanib ketdim keyin. Endi New York marafonining bitta anaqa tomoni, New York juda chiroyli. Men yana bir marta yugurgan bo'lardim New Yorkka. Birinchi tomoni siz startga kemada borasiz. Kemada olib boradi. Вообще zo'rda, anaqa o'sha Manhattan oldida, suvda yurasiz. Hamma juda ham chiroyli. Kemada borasiz va New Yorkga ham bitta zo'r tomoni marafon ko'prikdan boshlanadi. Вообще men New Yorkda 5:10 da kelganman-da. Lekin tempim yaxshi bo'lgan. Nimaga boshida 10 minut rasmga tushishga qolib ketganman. Mazaraga. Chunki ko'prikdaman-da, o'rtasidaman anaqani o'sha nimadir ko'prigi bor, katta ko'prik. Qarorchi New York bo'lsa, New York eng janubiy qismida boshqa bir qismiga bog'laydigan suv bor. Suvning ustida ko'prik bor, shu ko'prikdan boshlanadi va bir 6-7 ta ko'prikdan yugurasiz-da. Va New York вообще zo'r bo'lgan. 42 kilometr ichida 6 ta nima? Ko'prikdan, parkdan, shahardan ichidan yugurasiz va oxirida anaqada tugaydi. Central Parkda tugaydi-da. Вообще atmosfera вообще zo'rda, vibe вообще zo'r. Keyin shunaqa yugurdik, ko'priklardan mazza qilib, New York eng chiroylilaridan bittasi.
London ham zo'r, New York juda chiroyli. 6 tasini aytganingizdek, bittasini yana bir marta sizga imkoniyat bo'lsa agar yugurishda New Yorkka, Londonni yugurgan bo'lardim. Chikagoga chiqdi menga slot bu yil, bormadim. Chikago uncha qiziq emas. Chunki Chikagoda shahar ichida yugurasiz-da. Uncha qiziq emas, menga uncha yoqmadi. Berlin ham uncha yoqmagan, sovuqroq shahar. Xuddi nima deydi? Endi Berlin unaqa baland binolar yo'q shaharda. Eskiroq ko'rinadi, sovuqroq ozgina. Shuning uchun Berlin ham uncha yugurmagan bo'lardim, lekin New Yorkka yugurgan bo'lardim. Atrofda manzara juda ham ajoyibda, juda ham ajoyib. New Yorkka yugurdim, hammasi yaxshi bo'ldi, fizika keldi. Hech qanaqa travmasiz, oyog'im nimasi yaxshi. Travmasiz, xudoga shukr. Chunki New Yorkda ham eshitganman, pastki balandliklar ham ko'p. Shunaqa normal ko'priklarda ham, misol uchun siz tepaga chiqasiz, pastga tushasiz, tunnellardan yugurasiz, biram qorong'ida, shunaqa joylari bor. O'ziga yarasha mana qiziq, New York qiziq. Misol uchun slot bo'lsa, sherik bo'lsangiz birga yurib kelsak bo'ladi. Bo'ldi, zo'r. Yaxshi. Keyin shunaqa anaqani yugurdim va endi keyingi yil planni qilyapman. Qozog'istonlik shu turagent orqali men London bilan Bostonni slotini oldim. London bilan Bostonni oldim, to'lovlarni qildim. London bor, Boston bor. O'zi Boston ham kvalifikatsiya orqali bo'lgan, juda ko'p yillar, chunki dunyodagi eng eski marafon. Lekin qaysidir yildan boshlab ular ham turagentlar ochishgan. Lekin undan oldin faqat kvalifikatsiya orqali bo'lgan. Xuddi Ironman jahon chempionatiga o'xshagan. 3 soatdan tez kelasiz marafonga, undan keyin sizga slot beradi. Shu darajada bo'lganda. Keyin qisqasi belletdan tashqari menimcha. Mana shu narsa ham bor edi. 4-usul olish usuli, slot olish usuli kvalifikatsiya. Ba'zilarida kvalifikatsiya bor. 3 soatdan oxirroq kelsangiz, sizga slot berish ehtimoli bor. Keyin qisqasi o'sha Qozog'istonlik bitta turagentство bor edi. O'sha turagentlar orqali Ayjan degan bitta yigit, Jannat degan bitta yigit, ular orqali demak o'sha anaqani oldim, Chikagoni oldim, Bostonni oldim va Londonni oldim. Bo'ldi, security o'sha. Eng anaqasi o'ylab turibman hali Boston bilan Londonning orasi 5 kun. 5 dushanba Boston yugurasiz, yakshanba London yugurasiz. O'sha haftani o'zida. Tushunasiz? 5 kundan keyin bu ham marafon. Keyin qisqa yetib beraman uni. Endi menda katta zadacha turibdi. Menda 3 tasini olganman, 2 tasi bor, Tokio yo'q. Agar Tokioni bu yil olmasam, bo'ldi, undan keyin bir yil qolib ketadi. Bu nima bo'ladi? Boyaga 4 ta majori bor, 5 ta majori bor degan shans oshirib yuboradi, tushunasizmi? Men endi o'ylayapman, misol uchun qanaqa va o'tgan safargidagi hamma anaqaga yozdim. Turagentlarga yozdim va endi Tokioda 30 mingtami joy bor ekan, o'zi bor yo'q, chunki Tokio juda tirband, zich shahar bo'lganligi uchun va 50 mingta qilishmagan va shahar ichida yugurasiz. Shuni hisobiga Tokioda 30 mingta joy va u ham eng tushish qiyin marafonlardan bittasi ekan. 30 mingta bo'lgancha sras tugab ketadi. Kamda bu slot juda ham kam degan. Endi keyingi bitta Tokiodagi cheklov aynan Tokio nima talab qo'ygan ekan? Turagentlarga faqatgina o'zingizlarni rezidentlarga sotishingiz mumkin degan talab qo'ygan ekan. Rezident deganda bu imенно davlatini rezidenti bo'lish kerak, o'zini. Misol uchun UKdagi agentga yozyapman, "Yo'q, biz sotolmaymiz senga" deyapti. Biz faqat UKdagi rezidentlarga sotishimiz kerak deyapti. Tushunasizmi? Chilidan chiqyapti. Yozyapman, "Yo'q, sen Chilili bo'lsang sotamiz" deyapti, rezident bo'lsang. O'ylayapman endi qanaqa olsa bo'ladi. Ya'ni shunaqa cheklovlar qo'yib tashlagan, hech kim slot bor, sotishmayapti. Rezident bo'lishing kerak. Men tushuntiryapman. Men o'sha Central Asiandan, O'zbekistonda bizda yo'q unaqa to'ragan. Nima qilishim kerak bilmayman deyishadi. Keyin men o'sha anaqani marafonni organizatorini topdim, organizator tashkilotni. Ular bitta o'sha katta turda tashkil qiladigan tashkilot ekan. Adashmasam keyin ular o'zi anaqasi head office US da nomerini olib telefon qildim ularga. Telefon tushuntiryapman. Bunaqa, men O'zbekistonlikman. Men bizda unaqa 5 major bor menda, secure qilganman. 3 tasi bor, 2 tasi slot olganman. Bitta shu Tokio qolib ketyapti o'rtada. Ayt, nimadir qilib biz nima qilishimiz kerak? Biz ham yuguraylik. Mani ayb emas-u, boshqa. Yo'q, bilmaymiz deyapti. Yordam bera olmaymiz deyapti. Qoida. Voy dedim, bo'ldi o'sha. Qaror taqdirga tan berdim-da. Bo'ldi, anaqa qilmas ekan. Tokio o'xshamas ekan degan fikrga keldim. Keyin endi baribir duo qilib so'rayapman. Ichingizda bor. Allohdan, yo Alloh deyapman. Agar men shu yugurishim kerak bo'lsa, shu yugura qoling, yugurmasam yugurmay, mayli, roziman deb taqdirga tan berdim, bo'ldi. Qarochi yugurmayman, bo'ldi.
anaqa keldi. Unutdingiz bu narsani. Unutdim, yuguraman, keyin yuguraman. Mayli endi bo'lmasam bo'lmayman deb nasib qilmabdi degan fikr keldi. Keyin bir kun Jannat yozyapti. Qozog'iston, ha. Unda ham yo'qdi. Nimaga? Chunki ular hali anaqa bo'lishmagan. Boyangi spiskga Distributor bo'lmagan hali. Ular Tokio bilan shartnomamiz yo'q dedi. Bu yil qilamiz dedi. Keyingi yil olib berish mumkin, lekin bu yil yo'q dedi. Biz shartnoma shuning uchun qila olmaymiz dedi. U ham rosa ko'p tanishlarga chiqdi-da. Men Tokioni o'sha sentyabr, oktyabr qidirish boshlagan bo'lsam, dekabrmi, noyabr oxiri dekabrda yo'q hali ham slot. Jannat ham qidiryapti, yozib turaman, nima bo'ldi? Yo'q deyapti. Bir kun yozib qoldi. Короче, o'xshab qolishi mumkin. Faqat qimmat bo'ladi deyapti-da. Mayli, narxini bilaylik-chi, nima ekan o'zi dedimda. Lekin undan oldin bitta Argentinadan, Portugaliyadan bitta slot chiqdi. Nima deyapti? Qisqasi VIP paket bor deyapti. VIP package. 5 yulduzli mehmonxonada turasan, transfer, 3 kun xohlasang 5 kun deyapti-da. $9,900 slot. Bitta. Короче, bormayman, kerak emas men. Bo'ldi, kechdim. Bo'ldi, kerak, ahmoqlik-da 9,900 ga. Ular endi bilib turibdi-yu, shuning uchun ular tayyor anaqasini ko'tarib qo'shtirib PDF prezentatsiya tashab berdi. 5 yulduzli mehmonxona, nimadirlar. Вообще servis kerak emas, короче, bo'ldi dedim-da. Bo'ldi dedim. 10 mingga borgandan ko'ra bormayman dedim-da. Ahmoqgarchilik. Undan ko'ra kutib keyingi yil boraman dedim. Keyin Jannat yozib qoldi. Bo'ldi, men yana unda agar oladigan bo'lsangiz, men qidiraman dedi. O'sha bitta variant bor, o'xshab qolish mumkin dedi. Bo'ldi, xo'p dedim. Keyin anaqa qildi. Yana yo'q ketdi. Bir oymi? Yanvarlardami? Keyin yozyapti. Qisqasi, короче, bitta variant bor. Qiynab. Yo'q, u ham topolmayapti. Chunki bu aytdimi, o'zi ilojsiz narsa-da, rezidentga sot. Men o'zi o'yladim, rezidentligi arzon bo'lgan, u bu mamlakatda rezidentlik olib, boyagi PMG ga o'xshagan narsa qildirib, o'sha yerdan olsammikin degan fikrim bor, lekin u ham qimmat ekan, keyin короче kerak emas dedim. Keyin yozyapti bir kun, qisqasi slot bor Tokioga deyapti-da. Wow dedim. Yanvarda. Zo'r. Ha, yanvar. Qancha desa 2200 euro dedi. Voy dedi. Maydonma anaqa skidga bo'larmikin so'rasa desam, yo'q deyapti. Bitta shu chiqdi. Bitta slot. Keyin men o'sha ikkilanmanman-da. O'zi bu rostdan anaqa qilarmikin, chunki men shu rezident emasman, fake emasmikin. Endi men undan 3 ta slot olganman-da. Yo'q, aytayapti, men garantiya beraman, hammasi joyida deyapti. Kompyuterga akkaunting kirasam, ism familiyang turadi deyapti. Qarayapman, endi menda vibr turibdi-da. Yoki hozir o'tkazib yuborishim kerak, undan keyin 2-3 yildan keyin boraman. Yoki menda shu 5 ta major bor, bitta qoldi, shuni men olishim kerak qisqasi. Bo'ldi, olaman. Bo'ldi, olaman. Karta raqam tashlab shunday o'tkazib, oldim, kirib ko'rsam, haqiqatda ism familiyam turibdi, pasport seriya tur. Keyin eng anaqasi bor. Shunda pastga scroll qilsam, anaqa narx turibdi-da, slotda. $160. $160 $2200 ga tushdi. $2,500 taxminan. $2,500. Endi bu anaqani narxi-da, orzungiz narxi-da, ya'ni misol uchun o'sha yerda maqsadda. Chunki anaqasi bo'lardi. Bo'pti, xo'p, lekin menda eng anaqasi hamma slot bor uje. Hammasi bor. 3 tasi o'tganman, 2 ta bor uje, security. Bitta qolyapti-da. Endi men hozir yoki shuni o'tkazib yuboraman yoki chidiyman, mana shu anaqa qilaman deb, bo'ldi dedim, olaman deb, o'sha anaqani slot oldim, lekin Jannat молодец, o'sha deyarli imkonsiz narsani qildi-da, ya'ni bilmayman qanaqa gaplashgan, nima qilgan bilmadim, chunki sistemada ism familiyam chiqyapti-da. Qaysiki вообще qiyin ishda. Men O'zbekiston turibdi, juda qiyin ish uddalatdi. Qoyildim, keyin Tokioga ketdim keyin. Zo'r. Tokioga ketdim, lekin Tokio umrimdagi eng qiyin marafondan bittasi bo'lgan. Tokio. Qisqasi eng qimmat va eng qiyin marafon. Shunaqa, eng qimmati ham. Chunki endi qo'shimcha, endi men o'sha payt o'zi Yaponiyaga safarim bor edi. Kakras bitta vaqtda to'g'riladiydi. Shuni hisobiga menga endi ozgina anaqaga tushdi. Foydaliroq bo'ldi, двойной foyda bo'ldi. Borib birlikda ishlarni bitirib keldim va plus marafondan yugurib keldim. Endi Tokioga bordik, anaqalarni oldik. Hamma nomerlarni oldik. Bitta o'rtog'im bilan bordim, Javohir degan, birga bordik, oldik, hammasi joyida. Ertasi kuni yugurishga chiqdim, bordim. O'sha kuni nimagadir bir kun oldin soat 2 da uxlaganman-da.
birdam, ikkida uxlaydi, 4 soat uxlaganman. Ertalab uyqusirab turibman. O'zi hayronman bor, o'sha kun uyqu kelmaydi-da. O'zi unaqa kun soat 8-9 da uxlab, 7 soat, 8 soat uxlab anaqa qilishingiz kerak. O'sha kuni nimadir anaqa qilib bo'ldi, eplayman, u yoq bu yoq degan fikr bo'ldi. Birdami, 2 da uxlab, keyin 12 da uxlabmi, keyin ertalab vaqtli turib, mana shunaqa bo'ldi. Juda uyqu yomon bo'ldi. Dabdala. 4 soat uxlaganman. Marafon turma, ko'zim ketib qoldi, ishonasizmi? Uyqusirab turibman-da. Qanaqa yuguraman deyapman-da. Endi miyamdagi narsa orqaga yo'l yo'q. Yoki men shuncha xarajat qilib birinchidan keldim. Bitta shu marafon qolgan. Bo'ldi, endi London bilan anaqa yugursa bo'ladi. Nima qilib yugurishim kerak deb boshladim qisqasi. 5-kilometrdan keyin oyog'im og'rish boshlasa-da, mana tizzani orqa tomonida, tizzani, misol tizzani o'ng tomoni boyagi suxajiliya bor qism bor-ku, o'sha o'tgan qism. O'sha joy og'rish boshlayapti. Men o'yladim, endi nima lekin qizib olgandim boshida. Bilmadim, men o'tib ketsa kerak dedim-da, yugurdim. Keyin qarasam og'riq kuchayyapti-da. Nima bo'ldi? Oyog'imni mana bunaqa qo'ysam og'riyapti. Tekis. Men shuni hisobiga oyog'imni mana bunaqasiga qo'yishimga to'g'ri kelyapti. Kompensatsiya qilganda siz bunaqasiga qilib, bunaqasiga qo'yishimga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu oyoqni to'g'ri qo'ysam, ikkinchisini cho'loqlarni qo'yishim kerak to'g'ri kelyapti. Уже 10-kilometrlardan keyin shunaqa qilishni boshladim. Og'riyapti bo'lmasa-da, mana shunaqa qilsam og'rimayapti. Ketyapman endi. Uzoqdan ko'rsangiz bu odam cho'loq olgan deb o'ylaydi-da. Endi oyog'ida muammosi borda ham marafon yuguradi-da, shunaqa deb o'ylaydi. Men endi umuman hech kim nima deb o'ylash vobshe qiziq emas. Ketyapman-da. Bitta fikr, men nima qilib bo'lmasin finishga yetib kelishim kerak. Va o'zi mana major marafonlarda siz medal olishingiz emas, o'sha yulduzcha olishingiz uchun o'sha 6 star cut off time bor. То есть agar ulgurmasangiz shu narsaga medal beradi, lekin sizga galочка qo'yilmaydi. Ya'ni siz o'sha yulduzni ola olmadingiz, 6 star bo'la olmaysiz. Hamma marafonlarda ko'pida limit 6,5 soat. Tokioda 7 soat ekan. Men o'yladim, sabab Tokioda yosh aholining yoshi balandku, qarilar bor. Shundan ham o'ylab balki 7 soat qilishgandir. 7 soat ekan. Maqsadim limitga tushish. Bu oyoq bilan maqsad limitga tushishdi. Uspet qilsam bo'ldi. Uspet qilsam bo'ldi. Lekin birinchi yarim marafon 2,5 soatda yugurdim. Tezroq ham yugurgansiz. Yo'q, ya'ni bu oyoq bilan yaxshi yugurdim. Men o'sha tushunasizmi, mana 10-kilometrdan keyin 15-20 ga kelib turib, chidab bo'lmaydigan darajaga chiqib ketdi. Nima qilyapman? Qaryapman, bittasi spress o'tgan ekan. Oldiga iltimos berib turib, spress o'pam ta'sir qilmayapti-da. Shu darajadagi boyagi oyoqni bosa olmayapman. Ya'ni yugurganda mana bunaqa yugurasiz-ku. Men bitta bosib, mana bunaqasiga sudrashni boshlaganman o'sha, sudrashni. Tushunasiz? Bir oyoqda yugurib, ikkinchisini ko'tarib. Juda ham o'sha shunaqa qilishni boshlaganman va bu menda panika uyg'otyapti. Nimaga? O'sha men ulgurmayman degan narsa to'xta dedim. 2,5 soatda keldim, yarim marafon bo'ldi dedim va yarim marafondan u yog'iga yugura olmay qoldim. Faqat yurdim. 21 kilometr yurish, faqat yurib o'tdingiz. Og'riq, azob, har bir qadam faqat yuryapman-da. Yurganda ham tempga qarayman, 9 temp, boyagi tezroq yurishga harakat qilib, vaqt-vaqtda eng yomoni ular orasiga ham cut off time qo'yib tashabdi-da. Siz nafaqat ulgurishingiz kerak, to'liq cut off time tushishingiz kerak. Orasidagi nimalarga ham uspet qilishingiz kerak. 3 ta 4 ta yana, misol uchun soat 2 da mana liniyaga yetib kelganda 2 dan keyin chiqarib yuboramiz deyapti-da. Voy, bu yana panika. Gel ichyoman unaqa. Eng anaqasi og'riq qoldiradigan olmaganman-da. Tabletka. Olmaganman. Ustozim aytuvdi-da Shohruh aka. Har doim marafonda обезболивающий olinglar deydi-da. Olmaganman. Ko'chadan endi so'rayapman anaqa, nima edi, o'sha yerdagi aid stationlarga borib turib, doktorlardan anaqa beringlar, ibuprofen beringlar, bera olmaymiz deyapti. Sen allergiya bo'lishi mumkin, bizga mumkin emas deyapti-da. Voy deyapman, so'rayapman, iltimos deyapman, yo'q deyapti-da. Voy, keyin ketyapman. Og'riq bilan 34-35-kilometrlar tomon bo'ldim-da. 7 kilometr qolgan. Bilgan nima qilishdi. Bitta fikr, agar men hozir o'tmasam, 2-3 yilsiz kelmayman bu yerga. Shu narsa 2-3 yildan keyin, men shuncha qiynalib oldim, topilmagan joydan chiqdi. Endi men tugatishim kerak deb duolar o'qib, zikrlar qilib ketyapman-da. Ketyapman. Boyagi
o'sha og'riqdan anaqa qilib, keyin soatga qarab ketyapman, 6 soatdan o'tdi уже. O'sha anaqaga yaqin qoldi. Eng yomoni cut off time 7 soat vaqt belgilangan. Men kechroq boshlaganman talpaning ichida. Umumiy 7 soatda individual time emas. То есть zapuskdan birinchi odam yugurishni boshlagandan o'sha 7 soat bo'ladi. Shunaqa bo'lishi kerak, chunki soat belgilangandi. Misol uchun 16:00 dan uyg'onganman, o'tkazmaymiz degan narsa bor edi. Men bila olmayapman. Men yugurish vaqtim bilan cut off time orasida qancha vaqt bor? Raznicasini. Ha, u keyin bilsam 15 minut ekan. 15 minut. Ya'ni sal anaqa qilganda o'sha qolar ekanman-da. Endi ketyapman, boyagi og'riq ichida oyoq zo'rg'a yuribdi. Bitta oyoqda yugurib ketyapman-da. Bu oyoqga iloji bo'lsa bosmayapman. Sal bunday o'tkazib yuboraman-da, sakrab ketyapman. Sakrab, mana shunaqa qilib ketyapman. Shunaqa yurdim, o'sha 40-kilometrga yetib keldim. Orada to'xtadim, o'tirdim, o'qildim, buqildim. 41-kilometr, 40-kilometrda. O'sha oxirida o'sha yurolmay ham qoldim. Ishonasiz, yurolmay qoldim. Bordim, shundoq finishga yetib keldim. Medal oldim, o'tirib yig'ladim bari, to'g'risi. Chunki bu oson bo'lmadi-da. 6 soat 20 minutga kelganman-da. 6 soat 20 minutda 4 soat 40 minutda o'tgan trassalaringiz bo'lsa agar, bunisida 6 soat 20 azob-da. Yo'q, uzr, bir oyoqda yarim. 640. 640 dami kelganman. O'shanaqada vaqtim 641 da. Ishonasizmi? 19 minut qolganda. Bo'lmasa men o'sha out edim va diskvalifikatsiya. Bu yerda meni eng anaqa qilgan, nima deydi? Eng qiynagan musobaqa mana bo'lganda, menimcha eng qiynagani Tokio, chunki travma hisobiga, lekin alhamdulillah yetib kelganman finishga. Yetib kelib medal o'tirganman o'sha yerda, o'tirib suv ichib, o'zimga kelishimga yarim soat ketganda. Oyoq og'riyapti. Keyin ham zo'rg'a boyagi yurib, yaxshi ham mehmonxona yaqinroq olgan ekan. Ito mehmonxonaga borguncha ham yurib borganman. Ito unga yarim soat, 1 soatda borganman-da. U ham dabdala. Borib, kelib, xonaga kirib, o'zimga yana kelib, or qoldiradiganlar ichib, sirazi. Tushunasizmi? Endi keldim, yuvindim, or qoldirib, namoz o'qidim, shuni uxladim-da. 1 soat. Shuni uxladim. Keyin o'sha asr vaqti azimizdan shomga shuni turdim. O'zimga hali ham uncha kelmaganman-da. Og'riq, oyoqlar 1 hafta og'rib yurdi oyog'im. 1 hafta endi bizda Tokio safarimiz bor edi. 1 hafta og'rib, keyin keldim, o'zi tuzalib ketdi. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Shundan keyin ayrimman o'tdim, marafon yugurdim. Bitta narsa, Jahongir aka, mana bu hozir agar shuni finishni eslasangizda, mana ko'zimdan yosh chiqdi dizu. Yig'ladim, yosh emas, yig'laganman o'tirib, bilasizmi? O'sha paytda shuni hozir u haqida o'ylasangiz agar, nimalar o'sha payt xayolingizga kelgan? Nimalar, qanday qilib shu narsani o'tganligingiz, yo nima uchun shu narsani qilganligingiz yoki nima uchun shu narsa kerak degan savollar bo'ladi. O'tgan, juda ko'p o'tgan. Kerakmi mana shu narsa degan narsa o'tgan. Kerakmi senga shu narsa debdi. Keyin ichimda lekin kerak deyman-da. Maqsad qo'yilgan. Shuncha suhbatni boshida aytdim-ku, sizni konsistensiya ushlab turadigan narsalardan bittasi bu maqsad-da. To'g'ri maqsad qo'ysangiz, bo'ldi, siz o'sha narsa ushlab turadi-da. Shunaqa qilib Tokioni ham o'tdik. Birinchi kimga telefon qilgansiz? Kim bilan bo'lishishga kelgan? Birinchi qanaydir shunaqa bir Yo'q, birinchidan o'zi internet, по-моему, telefonim zaryad o'chib qolganmi, shunaqa bo'lganmi? Umuman unda xayol bo'lmagan. Dunyoda вообще. Umuman. Men birinchi anaqam maqsad tezroq xonaga borish, or qoldiradigan ichish bo'lganda va nimadir yeb olish, chunki faqat gel ichasiz-ku. Oshqozon 7 soat o'ylayapsizmi? Oshqozon уже dabdala bo'lib ketganda, oshqozon. Keyin faqat gelda, o'yiga ko'ngil aynib, dabdam chiqib qolgan. Keyin zo'rg'a xonaga borishim bilan yuvinib, namoz o'qib, keyin shundoq avizaga ichib, shuni uxlaganman-da. 1 soat shundoq sal turib o'zimga kelib, keyin nimadirlar yana ozgina yeb, yana o'zimga kelib, mana shunaqa bo'lgan. Eng qiyin, men yugurgan eng qiyin musobaqa mana shu bo'lganda. Ana 6 ta medal, eng такой яркий, eng nimasi mana shu Tokio. Qorasi bo'lsa kerak. Qorasi zaslujенный deydi, zaslujенный. Juda ham. Keyin yaxshi bo'ldi. O'zi Tokioda o'sha hamma marafonchida eng zo'r tashkil qilgan Tokio. Qaysi tomonlama boyagi o'sha tartib intizom va merchlari ham Tokioda zo'r edi. Lekin Tokioda aid stationlarda 35 kilometrdan keyin yo'q hech narsa.
Suv yo'q, elektrolayt Eng yo'q, kerakli gel payt. yo'q hech 35 narsa. kilometrdan keyin. Qarasak, banner ko'tarib turishibdi. Bizda tugab qoldi. Sizga kuch-quvvat tilaymiz. Banner qanaqa kuch-quvvat? Bizga nimadir beringlar desa, yo'q hech narsa-da. Balkim nima o'sha ko'p o'sha aholi yugurib bo'lganlik Shuni hisobi nuqtai uchun tugab nazardan. qolgan bo'lishi mumkin-da zapaslari. Bilmadim, shunaqa oson bo'lmadi. Ya'ni orada stationlarda ham anaqa. Nima qildim orada shunday bitta do'konga kirdim-da, suv sotib oldim o'zim. Suv ham yo'q. Suv ham yo'q даже. 2 litrli suv sotib olib ichib ketganman o'shani. Shunaqa bo'ldi. Uni ham o'tdi, alhamdulillah yaxshi bo'ldi, o'tib oldik. O'zi undan oldin, Tokiodan oldin Omanda ayrimga o'tib kelganman. Bu haqida hozir gaplashamiz majordan. Keyin o'sha bu bo'ldi. Va undan keyin o'sha orada Ramazon bo'ldi, o'sha pauza oldik, ancha formadan chiqdim. Ramazon umuman trenovka qilmadim. Va Ramazon tugagandan keyin endi meni 21-27 aprel kuni Boston va Londonda marafonlarim bor. Men uni yugurib tugachimga Six Major, hokazo medal olish kerak, mana shunaqa plan qisqasi. Va 13-da Toshkent marafon bo'ldi. Half marafon yugurdim unda. Formaga qaytib olish uchun yaxshi bo'ldi, yugurdim va undan keyin o'sha dalshi sekin-sekin dam olib tayyorlanib Bostonga ketdim. Bostonga bitta o'zim borganman, bitta o'zim borib Bostonga yaxshi aniq nomerdan olib, aylanib ko'rib, aniq qilamiz, tayyorlanamiz. Endi Bostonda bitta bo'lgan narsa ertalab soat 7, marafon 9:10 da boshlanadi. Chiqib ketishim kerak o'zi. Ertalab shunda o'tiribman-da, endi kofe ichdim ozgina, banan yedim. Bib nomer olganda sumka bergan, ichida anaqa bo'lgan. Perkuslam. Anaqadan tayyorlanadi-yu. Oatmealdan tayyorlanadigan. Nima deydi? Tushundim, xuddi bar bo'lgan-da. bar to'pa-to'g'ri. Bar o'sha oatmealdan qilingan bar bo'lgan. Ichidan har xil fruktlari ham bo'ladi. Frukt emas, o'sha oatmeal faqat yo'q, guruchdan qilingan edi. Qora guruchdan qilingan-da. Turibdi, bunda qaradim. Bu zo'r dedim. Yeyish kerak dedim-da. Uglevod. Yedim. Yeb bo'lganimdan keyin oshqozonim og'rish boshlayapti-da. Aksiga olib yana ibuprofen olmaganman-da. Oshqozon og'rish boshlayapti. Men o'yladim, o'tib ketsa kerak, hozir qilib qoldim dedim-da. Qarasam og'riq kuchayyapti-da. Men chiqib ketishim kerak, og'riyapti. Chiqib ketishim kerak, o'sha og'riyapti, o'sha yomonlashyapti-da. Shu darajadaki nafas olishimgacha ta'sir qilyapti o'sha, tushunasizmi? O'ylayapman-da, yo xudo ish o'lib qolmay bu yerda kim meni biladi, kim qaraydi deyapman, kim olib ketadi. Bir o'zim kelganman-da, tushunasizmi? Keyin oshqozon og'riyapti-da. O'zi trener, murabbiy Shohruxga aytdi-da, musobaqa kuni hech qanaqa yengil narsa qilish kerak emas. Siz ochkingiz bormi, shapkangiz bormi, nima bo'lsa, eskini faqat ishlatinglar. Surpriz kerak emas deganlar-da. O'shanga amal qilmadim-da. Yedim shuni. Keyin oshqozon 1,5 soatlar og'ridi-da. Ishonasizmi, startga borgunimcha og'ridi-da. O'zi xonada og'rish boshlasa, suv ichdim, nimadir ichdim, sal o'zimga keldi, lekin yana og'rib turibdi-da. Ketdim bari chiqib. O'sha vaqtga ulgurmagan ketdim. Oshqozon og'riyapti. Tем более Boston nima anaqasi bor? Bitta joyda yig'ilasiz, avtobusda boshqa yoqqa olib ketadi sizni. Startga olib ketadi. Avtobusda olib ketadi va o'sha start tepaligiga olib boradi. Bir soatlab yurdik qisqasi. Avtobusga yuklab o'tdi, turdik. Uje anaqa yo'q. Uje ahvol yaxshi emas o'sha. Oshqozon og'riyapti, kuch ketib qoldi tanadagi. Fokus hammasi og'riq qoldirishga ketdi-da. Keyin yaxshi startga kelganda sal kamayib o'sha oxirida yaxshi to'xtab, xudoga shukr. Boshdan Bostonning bitta yaxshi tomoni tepalikdan deb pastga yugurasiz boshida. Shuni hisobiga yengilroq bo'ldi. Tezroq ham yugurasiz keyin. Templar baland xursand yugurib ketaverasiz. Bir amalab o'tib oldim uni. O'tdim, finishga keldim. Juda chiroyli medal berdi. Katta qalin medal. Medallarni olib kelib o'sha bitta halol lag'monxona ko'rib qo'ygan Uyg'urlarniki. Keyin o'sha yerga kelib, o'sha sho'rvalar ichib ozgina oshqozon dabdalasi chiqqan gellardan keyin sho'rvalar ichib ozgina o'zimga kelib olib, lag'monlar yeb, somsalar yeb, ozgina o'zimga kelib oldim. Keyin o'tdan chiqib xonaga ketdim. Yaxshi. Yana 1-2 kun turib. Bostonda hech qanaqa nima o'zingizga siz aytdingiz, cheer, to есть mana odamlarni zo'r podдержкасы zo'r, crowd support zo'r. U qaysi qanaqadir ves prям protsessda bo'ldimi u crowd support? Yo'q, o'zi crowd support ko'pincha hamma marafonda finishga yaqin bo'ladi, lekin относительно Boston, Chicago, US bilan UK da yo'l-yo'lakay ham bo'ladi. Odam ko'p turadi. Biz Bostonda o'rmonlardan yugurib kelasiz-da. Chiroyli. Qishloqlardan chiroyli va u yerda odam yo'q uncha.
Lekin o'sha pastga shaharga kirganingizdan keyin polniy. Chunki marafon butun shahar yopiladi va butun shahar uchun bo'laman Bostonda 129 yildan beri bo'ladi. Katta tadbir-da bu. Hamma ko'chaga chiqadi. Odamlar balkonlardan ochib olib Как chiqib, kultura misol uchun, davay deb turadi. Juda o'sha supportive environment-da. Tanimasa ham sizni, misol uchun, mana shunaqa polniy support Davay deb turadi. Boston yugurdik tugadi. bir amallab va keyin уже men nima qildim? Bostondan sraz Londonga uchdim. Aytdingiz bir haftada Bir hafta shuning uchun 2-3 kun turdim. Endi Boston o'sha anaqa bor, Garvard universiteti bor, Massachusetts bor, MIT. Shuning uchun shu aylanib yurib ozgina o'zimiz soha ozgina yurib, ko'rib, o'rganib, keyin o'sha yerdan Londonga keldim. Londondagi marafonda bitta o'rtog'im bilan birga yugurib o'tdik. Londonga keldim, joylashdim. O'rtog'im London boshqa chekkasida turardi. Men startga yaqin joydan joy olgandim, uni chaqirdim. Yuguramiz, birga turib-turaylik, birga yuguramiz, birga turdik. Keyin bip nomerlarni oldik, yaxshi yugurishga chiqdik. Endi London, men ko'p Londonga borganman, xuddi svoydek his qilasiz-da. Oxirgi marafon, anaqa six major olishingiz kerak, xursand, kayfiyatli, zo'r, hammasi yoqadi atrofingizda. Shuning uchun bordik, o'sha startga bordik, dalada yig'adi hammani, dalada yig'ib turib, keyin startga olib kelib, bitta start beradi. Yugurishni boshladim, zo'r. Birinchi o'sha yarim marafon tez keldim, maza qilib yugurdim, hammasi joyida. 32-kilometrdan keyin tushunarsiz og'ruvdi. Qayerda? Beldan pasti oyoq polniy, ichidan og'riyapti. Nimadan bilasizmi? Nimadan? Tiklanmagan. Восстановление. 5 kun oldin marafon yugurganman. Tiklanmagan. Bilmadim. Ya'ni men boshida o'zimcha undan oldin 1 kun oldin 7 kilometr yugurdim. Hyde Parkda zo'r, hammasi wow, mana maza qilib yuguryapman. Demak, vassaniyasi bo'lman dedim-da. Ertasi kuni 32-kilometrdan keyin bilinsa-da, voy, ishonasizmi, zirqirab og'riyapti oyoqlar. Zirqirab og'riyapti. Tushunmayman nima bo'layotgan. Eng anaqasi yurishni boshladim, yugurishni to'xtatib. Tushunasizmi? Og'riqqa chida olmaganimda, yurishni yana nima bo'lgan? Ibuprofen qolib ketgan. Yo'q yana. Tushunasizmi? Yana o'sha Vechna shu muammo bo'lgan-da menda. Solib qo'ysam bo'lar ekan bir korobka. Bormi yo'qmi bilmayman-da, lekin o'sha oyoq yomon og'riyapti. Yurishni boshladim-da, o'sha yurib kombinirib qo'yman. 36-kilometr uji boru yugurishdan ko'nglim aynayapti. Shu darajadagi jonga tegib ketdi, aytolmadi. Kerakmi shu deyapman-da, o'zingni qiynab deyapman, lekin shu oxirgi marafonni endi tugatib qo'ya qolay deyapman-da. Yana o'shaga maqsad. Va o'sha maqsadim o'sha major o'tish bo'lgani uchun ham oxirida ham chidab nima qilib bo'lmasa, yurib bo'lsa ham kelish maqsad edi. 5 soatdan oshiq vaqtda kelganman, hozir aniq vaqt esimda yo'q, lekin o'sha juda og'ir hisobiga, katta og'ir hisobiga o'sha men yugura olmaganman. Oxirgi 1-2 kilometrda yurganman va finishga yetib keldim. Londonda juda tamom bo'lgan holatda zo'rg'a yuribman-da, oyoqlar masalan ichidan og'rib, tushunarsiz va yoqimsiz og'ridi, yoqimsiz ichidan og'riyapti va finishga yetib keldim. Endi six major anaqa berish kerak. Medal, katta medal. Berish kerak. Tushunasizmi? O'sha narsani kutib yuruvdim. O'zim kelmayapti. Maqsad o'tirish kerak tezroq. Oyoq charchab ketdi-da, og'riyapti-da, o'tirib tezroq o'zim kelib olishim kerak-da. Endi ular anaqa qilib, bip number chetda stiker bo'ladi, stiker ko'rib keling deb bu yoqda medal berdi, medal oldim. Endi eng kulishli momentda sizni boyagi 7 oylik mehnatingizni eng kulminatsiyasi. Nagradasi-da. Rasmlarga tushish kerak, yoqmayapti-da, oyoq chunki og'riyapti, juda yomon og'riyapti, yoqmayapti-da, hattoki, tushunasizmi? Siz 7 yil shunga harakat qildingiz, o'sha nuqtada bu narsa yoqmayapti, chunki siz oyog'ingiz og'riyapti-da. O'tirgim kelyapti, tezroq tugasa ekan, tezroq o'tirsam ekan deyapman, keyin o'sha medallarni oldim, rasmlarga tushdim. O'zbekiston bayrog'i bilan rasmga tushib, o'zim ham telefonni bir-ikkita olib borib, sal joy topib o'tirdim. Yarim soatli o'tirdim o'zimga kelish uchun. Juda xuddi boy oyoq ishlagan kuningiz davleniyalar tushib anaqa qilib ketadi, shunaqa holatda. Bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh og'rig'i, mana shunaqa holat, ya'ni yoqimsiz. uyqum kelyapti juda ham, hech narsa yoqmayapti, oshqozon yana dabdala, faqat gel, ko'nglingiz aynigan, bu yerda tezroq ovqatlanishingiz kerak, yuradigan holat emas-da. O'sha yerda o'tirdim, yarim soat o'tirdim, o'rtog'imga yozdim, qalaysiz kelyapsizmi, tezroq keling. U mendan keyin kelyapti, birinchi marafon edi uni, bemalol kelyapti. Keyin yozdim, yaxshi, keyin bir amallab o'tdan chiqib, keyin shundoq yurib ketyapman endi. Metrolar bitkum. Eng yaqin metro uzoq. Anaqa keyin taksilar yo'q.
ko'chada velosipedni tashlab qo'yadiganlar bir 5 barobar qimmat narx yetyapti-da, arzimagan distansiyaga. 2 asnovka yurasiz, misol uchun 50 funt bo'lyapti-da, juda ahmoqlik. Lekin 2 asnovka yurishga oyoq yo'q. Yo'q oyoq. Keyin o'sha Piccadilly Circus degan joyi bor. O'sha yerdan bundoq yurib sekin yurib kelib shunaqa qarasam, oshpaz o'zbek cuisine deb turibdi. Ajoyib. Wow dedim. Alhamdulillah dedim. Men xuddi cho'lda suv topib olasiz. O'zbek kuxnyasi, halol ovqatlar. Voy dedim-da, shundoq kirdim. Qarasam o'sha joy, ya'ni o'sha olti bo'lgan ekan, bilmagan ekanman. Oltirib keldim. Aka dedim, sho'rva bering menga, manta bering, osh bering, deb narsa bering dedim-da. Choylar ichib, ozgina o'zimga kelib olib, o'rtog'imga ham saboy ozgina ovqat olib, shunaqa qilib, shunaqa tugatdi. Va o'sha meni qo'ygan katta maqsadlarimdan bittasi 24da qo'ygan, 25 aprelda alhamdulillah amalga oshdi va bu juda ham boyagi yorqin xotiralar qoldi. Har bitta marafon o'ziga xos va bu menda juda bir katta anaqani nima deydi, gridni shakllantirdi va o'sha davomiylikni, chidamlilikni, chunki bu nafaqat siz jismoniy, balki siz shu ongingizda ham sizga juda katta kuch kerak oxiriga yetib borish uchun. Nafaqat har bir marafon, balki o'zi keyingi marafon yugurish uchun ham kuch kerak sizda. Mentalni mana shu narsani shakllantirdi. Bu как xarakteringizda nimalar o'zgarganligi. Juda yorqin, yaxshi xotiralar qoldi. Keyin shu Londonda ozgina rasmlarga tushib, medallar bilan, men o'zi xayolga kelmadi, olib kelardim medallarni. Yozaydim sizga, keyin o'yladim, o'sha ertalab o'sha naверное planlarsiz qilib bo'lgansiz, chiqib bo'lgan bo'lsangiz kerak deb o'yladim, medallarni. Xayol kelmabdi-da, olib kelardim o'sha. Katta medal yana kichkina medalchalar bor. Shunaqa. Men o'zimda shunaqa holat bo'lgandi, Ironman o'tganimda yarimini medal taqasiz, xuddi matritsada Neo bo'ladi-yu. Umuman xuddi puli непробиваемый, hamma narsaga imkoniyatingiz yetarli, kuchingiz yetadigan insonday bo'lib qolasiz. Ammo hech narsa sizni valnovat qilmaydi. Sizda medal turibdi, shu medalni keyin hech kim ham kelmaydi. Mana shu medalingizni taqib, shu darajada заслуженный. Mana marafonlarda biz mehmonxonaga borincha medalda boramiz ko'chada. Medal taqib, unda cho'nchaga solmaysiz. Medal tam Londonda ham medal turadi, bo'yningizda turadi. Hamma qarab, "Wow, marafon yugurdingmi?" Mana bunday qilib yurishlaringiz ham o'zgaradi. Yurishlaringiz ham yura olsangiz, albatta. Yura olsangiz agar. Zo'r. Jahongir aka, mana shu 6 ta majorsda o'sha O'zbekistonda birinchi inson sifatida, o'zbekistonlik birinchi inson sifatida, birinchi o'zbek sifatida. Birinchi o'zbek sifatida tugatdingiz. Keyin shuncha azob, shuncha mashaqqat, shuncha maqsadni qo'ydim, maqsadga erishishga shuncha ish qilib bo'ldingiz. Ironman degan masala, odam o'ylashi mumkin-da, menga qara, shuncha narsa qildimda. Men kerak emas menga boshqasi deb o'ylashi mumkin-da. Nimaga yana qanaqasiga bu mamlaqa narsa ekan. Mamlaqa narsa ekan. Mana marafon yugurib bo'lasiz, keyin nima degan savol berasiz. Nima qilaman bu yog'iga deysiz-da. Misol uchun hozir menga yugurish to'g'ri, men misol uchun agar unaqa nima deydi, uzoqda bo'lmasa, endi misol uchun men Berlinga, Chikagoga, Tokioga yugurish uchun borishim uchun yoki men safar ketma-ket kelib qolish kerak, yoki juda zo'r kompaniya bo'lsa birga borishim mumkin, bo'lmasa bormayman bitta o'zim. Oldingidek bormayman, chunki maqsad erishib bo'lindi. Va buni qayta erishishda ma'no yo'q. Kimdirlar 3 martalab olgan anaqani, major. Men bilmadim, misol uchun ikkinchi marta olishga ham uncha qiziqmayapman. Va yugurib bo'lganingizdan keyin savol tug'iladi-da. Keyin nima degan? Xo'sh, endi nima degan? Shuning uchun men o'zi boshida Ironman maqsad bor edi. Men o'zi Ironman-ga qatnashish uchun Shohruxxon oldiga kelganman, lekin major yo'l-yo'lakay paydo bo'lib qoldi va yo'l-yo'lakay o'tib qo'ydim-da. Lekin menda Ironman maqsad asosiy maqsad edi. Ironmanda mana hozirgacha juda ko'p half distansiya o'tganman va bitta full ga qatnashganman. Va bu ham yo'l-yo'lakay bo'lgan. Misol uchun o'tgan yili noyabrda Bahraynga borganmiz. Bahrayn. Palavinka yarimiga. Palavinkaga aytib beraman nima bo'lganini. Keyin Omanga borganmiz. Undan keyin men Swansea bordim. Undan keyin Weymouthga bordim. Undan keyin Barselonaga bordim. 5 ta Palavinka. 4 ta Palavinka. 4 ta Palavinka. 4 ta Palavinka, bitta full. Mana shunaqa qatnash o'zi asosiy maqsad shu edi. Ya'ni bu o'zi major yo'l-yo'lakay chiqqan maqsad. Yonida. Ya'ni shuning uchun men buni qilib bo'lib qaytdim yana.
trassaga qaytdi. Yana trassaga qaytdi. Trenirovkalarga. Keyin nima Ironman bo'yicha ham bir qisqacha tushuncha berib o'tsam, Ironmanni yarmi bo'ladi, yarim polovinka. Ironman 70.3 deydi. Bu mileda hisoblanadi. Bu yerda 2 kilometr suzish bo'ladi, 1.9, 2 kilometr suzish bo'ladi. Undan keyin birdan chiqib velosipedga o'tirasiz. Velosiped 90 kilometr bo'ladi va undan keyin velosipeddan tushib 21 kilometr yarim marafon yuguriladi. Mana shu to'xtovsiz qilinadi. Mana shu distansiya half Ironman deydi. Ironmanni yarmi. Xuddi shuni 2x bu to'liq distansiya hisoblanadi. Nimada ham mana meni futbolkamda 70.3 degani bu yarimi degani. Xuddi shuni ikkisi 140.6 miles deyiladi. U mileda, to есть 4 kilometr suzasiz, 180 kilometr velosiped plus to'liq marafon 40 kilometr to'xtovsiz yugurish kerak. Mana shunaqa bir mashaqqatsiz deymizmi? Mashaqqatli naborot start. Endi misol uchun Ironman bitta tomoni bu marafon yugurish emasda. Shu narsani ayta olaman. Misol men Zominda ham 50 kilometr yugurganman tog'da. Ultra. Lekin bu umuman boshqa narsa. Ironman umuman boshqa dunyo, boshqacha tayyorgarlik, boshqacha qiyinchilik va marafonda boru qariyalarni, har xil odamlarni ko'rasiz. Ironmanni ko'rmaysiz. Ironmanda faqat hamma fitda, chunki Ironmanda qatnashish uchun siz real tayyorlangan bo'lishingiz kerak. Realni fit bo'lish. Shuning uchun bu o'sha boshqa darajada. Meni o'zi boshdan maqsadim Ironman bo'lgan. Yo'lda lekin marafon chiqqanda, birinchi o'zbek deb bundoq o'tib qo'yganman, nasib qilgan. Zadno. Bu qanday boshlangan? Ironmanni mana birinchi distansiya olishingiz, umuman birinchi o'zi mana 3-4 ta o'rtog'im bilan va Shohrux aka bilan birgalikda Bahraynga borganmiz. Ro'yxatdan o'tib borganmiz Bahraynga. Bahrayn boshida bo'ldimi? O'tgan yil noyabrda bo'lgan. Bahrayn mendagi eng birinchi Ironman tajribasi bo'lgan. Bahraynga borib anaqa qildik. Ochiq suvda shug'ullanmaganman. 2 marta Chorvoqqa chiqqanman, bo'ldi. Tajriba yo'q. Qo'rquv bor hali ham ochiq suvdan. Va birinchi anaqa distansiya bordik. Bahrayn o'zi u Middle Eastda joylashgan issiq joyda. Borgan kunimiz ertasi jala quyib, temperatura 10 gradusga tushib ketsami? Ular hamma hayron, taksistlar. Bizda unaqa bo'lmaydi o'zida. Men aytaman, biz musobaqaga to'g'ri kelganda-da. Musobaqadan bir kun oldin jala quyapti, muz, sovuq ko'cha. Undan oldin maykada yurdik, futbolkada yurdik, juda sovuq. Biz anaqaga chiqdik suvga baribir cho'milishga. O'shanda wetsuit nima? Wetsuit legal edi. To есть u ham nimada bo'ladi? Agar o'sha kuni suvda temperaturasi belgilangandan past bo'lsa agar, shunda faqatgina gidrokostyum 24 gradusdan past bo'lsa agar gidrokostyumda suziladi. Agar undan baland bo'lsa agar gidrokostyum optional hisoblanadi. U xohlasangiz kiyasiz, xohlamasangiz kiymaysiz. Shunaqa bir pravilasi bor. Shunaqa. Keyin qisqasi biz o'sha suvga chiqdik. Endi men 2 marta Chorvoqqa borganman bo'ldi-da. Chorvoqda ham borib qirg'oqqa olti suzganman faqat. U yoqqa borishga qo'rqqanman. Keyin qo'rquv bor ochiq suvda. Keyin shundoq suvga tushdim. Bo'y turibdi-da, bir 200 metr nariyoqda. Shohrux aka bor, Antga borib keling deyaptilar. Ya Shohrux aka, men cho'ta qo'rqyapman, siz bo'ldi, unda o'tamiz. Nima deyapsiz? Nimaga keldik biz? Davayt anaqa qiling dedilar. Keyin nima bo'lsa bo'ldi turib ketdim. Qo'rqsam ham eng qizig'i biz chiqqan paytda havo bulut, qorong'ida. Shu qorong'i bo'lib turibdi, havo bulut va yomg'ir yog'yapti. Biz suzyapmiz. Уже suzdim. Borib kelib ozgina suzdim. Vro'd sal tushungandek bo'ldim. Bu startdan oldingi kun. Bir kun oldin. Lekin shamolda, shamol hisobiga to'lqinlar bo'lyapti-da. Lekin u yerda rezervuarda, anaqa emas. Misol uchun unaqa, misol uchun sea emas, ocean emas-da. Barselonada ocean edi. U ham juda ham anaqa valnalar katta, uni hal etib beraman. Keyin rezervuar bo'lganiga, u yerda rezervuar ichkarisida to'lqin emas, qaytishingiz to'lqin-da. Shamol hisobiga. Ertasi kun ham rasa shamol-da. Rasa shamol, qisqasi ertasi kun chiqdik, kech qoldik startga. Yuguryapmiz, anaqa. Gostinitsadan tapchkalarni kiyib olganmiz, tashlab ketishni yuguryapmiz. Puls 150 уже hammasi cho'tki, paplani ketyapti. 150 puls. 150 уже suvga tushdi. Ammo o'sha badan o'sha davom bo'lgan. Bo'ldi, tamom bo'ldi. Energiyasini energiya o'sha anaqaga o'tdi va anaqa uglevod yoqishga o'tdi-da. Keyin keldi, sherigim bilan kechikib yugurib, nimaga unaqa bo'ldi? O'zi biz vaqtli chiqdik. Taksi yo'q, yo'lda yopiqligi esda yo'q-da. Mashina yo'q. Startgacha 3 kilometr.
Hozir biz yugurgan taqdirimizda ham ulgurmaymiz. Bir amallab mashina topib startga yaqin joyga to'xtatdi, o'tdan yugurib ketdik. Keyin bordik. Suvga tushdim. Boshlandi, suvga tushdim. Ketyapman, dovdiryapman-da. Dovdiryapman. Ya'ni qo'rquv bo'lyapti-da. Cho'kib ketsam-chi degan. Keyin yo o'zimga keldim, boryapman. Keyin bitta anaqasi o'rtada buy bordi, uzun, unda taqilgan, zanjirda ulangan buy bor anaqada. Bahraynda shu buy atrofida bunaqasi edi, bor buy ushlab oldim-da. Buni qarasam oldimda 2-3 ta suzish bilmaydiganlar to'planib qoldi-da. Yo'qmi? Uni ko'rib men yana mandirab ushladi. Mashitda bir 10-15 minut turdim-da, qisqasi. Keyin o'tdan anaqa qilib bir amallab o'tdan sal chiqib bular oldidan suzib o'tib keyin o'zi ketdi bu yog'iga normal suzib keldim, qaytishdim, mundoq suzib keldim. Shunoq kelsam 15 minut kechikkanman-da. Уже ana cut off time'dan уже. Bo'l chip yesh deyapti-da. Men kuchim bor, men qanaqa qiladi? Yo'q, bo'l chip yeshni chip yeshib oldi-yu. Va, tamom. Короче, limit 1 soat 10 minut, men 1 soat 25 minutga keldim-da. Boshida shu qolib ketdim-da, sal mandirab ushlab. Endi undan oldin ochiq suvga o'zim ham ana xatoyim chiqmaganman. Chiqib turishim kerak edi. То есть mana ochiq suv havzasida shunaqa nima bo'ladi. Birinchi suzganda o'zi menda ham haligacha bor, net bo'ladi. Birinchidan hech narsa ko'rinmaydi. Ko'pincha holatda hech narsa ko'rinmaydi. O'zimizda instinktlarimiz shunaqa ishlaydi, biz qo'rqib qolamiz. Puls ko'tarilib ketadi. Umuman ana tushunmay qolasizda, qayerdasiz, nima bo'ladi, ana ichkaridagi suv havzasidagi har xil hayvonot olam deymizmi, qo'rqasizda, nimadir tishlab oladimi, nima qiladimi deb qo'rquvlar bo'ladi-da. Mana shu narsa to'xtatadi, как раз demoqchi edim. Pulsni ham ko'tarib yuborishga sabab bo'ladi. Keyin yana bir narsani aytib ketsam, boshida startdan oldin nimaga muhim, o'sha pulsni past ushlab kelishda muhim joyi shundaki, organizm Jahongir aka aytganingizdek, uglevod energiya sifatida ishlashiga o'tmasligini nima uchun yaxshi, nima uchun to'g'ri, u narsani qilmaslik kerak, pulsni baland qilmaslik kerak, chunki siz qarib keyin bu faqat boshida faqat boshida уже siz anaerobniy zonaga o'tsangiz agar, bu demak degani polniy qolgan distansiyangiz dabdalab bo'ldi, buzildi deganida. Shuning uchun boshidan past puls bilan boshlash o'zi to'g'ri degan nima bor. O'zi to'g'ri bo'ladi. Keyin aytib ketsangiz, men o'zim sal nima o'zim bilgan narsalarni qo'shib ketyapman. То есть boshida cut off timing uspet qilmadingiz. Uspet qilmadim, keyin chip yechishdi, chiqarib yuborishdi. Bo'ldi. Chiqarib yuborishdi. Endi men o'zi eng alam qilgan suzoldi yurdim-da, vaqtga tushardim. Keyin ketdi, o'rtoqlarim tugatishdi. Kayfiyat yo'q, birinchi anaqa ulgurmadim. Ertasi kuni aytdim, Shohruh aka, yuring yana suzaylik dedim. Gостиница oldi, o'sha joyda suzaylik. Ertasi kuni chiqdik suzishga. 55 minut suzib chiqdim-da. Ya'ni men suzib chiqa olirdim. Lekin tayyor edingiz shunisi. Tayyor edim, misol uchun 55 minut 15 minutlar oldinroq chiqardim-da, bemalol anaqa, lekin bu yerda muammo boshida sal dovdirab qoldim-da, hayajon hisobiga dovdirab, ozgina to'xtab, bo'yi ushab, keyin oldimda suza olmaydiganlar kelib qoldi-da. Xayolimda hamma suza olmaydi-da. Shunaqa bo'ladi. Keyin shular ham ozgina pauza qilib qoldi, shuni hisobiga bo'ldi, bu o'tdi. Lekin u yog'ida o'sha yana tayyorgarlik qilyapman. Slot olgandingizmi keyingisiga? Omanga. O'sha kuni olganman, o'sha kuni boyagi nima deydi? Jahl ustida olib keyingisini ham de. Boyagi chiqarib olish dedi, chiqarib olishni mehmonxonaga borib, Omanga slot olganman. Keyin o'sha Omanga slotdan Omanga tayyorlanishni boshladik. Ya'ni shu suzish to'g'rilab, ochiq suvga chiqa olmadik. Omanga bir musobaqadan bir 5 kun, 4 kun oldin bordik. Oldin borib, ochiq suvda har kun 2 kilometrdan suzib, ozgina tajriba anaqa qildik. Oman boshlandi. Omanga 2 kishi bordik. 2 ta sportchi va bitta murabbiy, Shohruh aka va yana 2 ta men bilan bitta o'rtog'im bordi. Keyin birgalikda demak boshladik, suzishni boshladik. Yaxshi. Suvga tushishdan oldin shunday qaradim 150 pulsda. Yana baland hayajon. Bo'lmasa 3 kun suzdim o'sha yerda. O'rtasiga tayyorman, hammasi yaxshi. Baribir nima bo'lsa bo'ldi, ketdim. Keyin o'sha baland pulsda 55 minutcha aylanib chiqdim. Suzib yaxshi 55 minutda chiqdim. Undan keyin veloga o'tirdim. Veloga o'tirib, veloda ketyapman, xursandman suzib chiqqanimga. Veloda ketyapman. Veloda Omanda o'rtasida bitta balandlik bor-da. Elevation bittada oshadi, o'rtada yana tushadi. Tepalik bor. Juda anaqa
steepda, juda tikka. O'sha yerga kelganda yarim atleta tushib oldi veldan. Chiqolmadi o'sha. O'rtamam ham tushib oldi. Men ham tushib oldim. Tushib veltufli chiqib ketyapmiz. Endi eng tepasidan sal oldinroq velga o'tiraman deb yiqilib tushsam-da. O'tiraman dedim. Endi bu ozgina anaqada, orqaga ketib qolmadi-yu, lekin yonga yiqilib tushdim-da. Do'dirolman-da, deyapman. Yaxshi o'shanda boyaga o'ngga yiqilganman. Skoroustga teganda, keyin bilsam qirilib qolgan, sinib ketmagan yaxshi. Bu tugerdi musobaqada. Keyin anaqa qildim, sal o'zimga keldim-da, yana o'tiraman deb, yana yiqilib tushsam-da. 2 marta. Ikkinchi marta. Keyin yana sal yurdim endi. Eng tepasiga chiqib, normal shunda o'shab turib, o'tirdim. Yana yiqilib tushsam-da. Tushunmayman. Qarit nima bo'lyapti? Men shoshyapman. Vaqt ketmasin debdi. Noto'g'ri bo'lgan ekan, shoshmasdan o'tirib olishga. Shoshganim hisobiga oyoq tushmasdan o'tirib olib, unaqa bo'lib, ravnovesiya usholmasdan keyin bitta anaqa kelib qoldi. O'sha aid station bor ekan. Hammasi joyida deyapti-da. Bu yoqqa ketdim. Men ushab turdim anaqa. Urilin, chiqib oldim, oyog'imni shunday qistirib oldim-da, keyin ketdim yog'iga. Yaxshi keyin tushib chiqib yaxshi anaqa qilib, orada sep chiqib ketdi. Velosiped sepi. Chiqib ketdi, bit qilib qoldimi? Adashmasam Omanda bo'ldimi bu yo Svonzidami? Qisqasi sep chiqilgan bitta o'sha anaqa bor edi. Kadr bor edi, shu sep chiqib ketgan. Esimda bordi, esimda bor. Keyin o'sha nima qildingiz uni? O'zingiz tayyor, o'zingiz nima qildingizmi? Menimcha Svonzida bo'ldi. Kimdir kelib qoldi, o'sha anaqa qo'yib berdi-da. Chiqib orasiga tiqilib qoldi-da. Keyin qisqasi o'sha Omanda o'tdan tushib, yaxshi yurib kelib, oxiriga kelib o'sha qaramman, vaqtni orientir ololmayapman. O'sha yugurishga o'tgansiz. Yo'q. Veli vaqt o'ylayman, shu qancha qoldi deyapman, chunki men yiqilib tushdim, men sherigim o'tib ketuvdi, u o'sha qaytayotgan ekan. Bitta joyda razvorat qo'ydi. Oki tezlashing dedi-da. Voy dedim, endi anaqa qilyapman. Asabiylashyapman, bosyapman-da, kucham qolmagan. Keyin bitta shunda aid station kelib tushdim-da. Bemalol gel ichib, suv ichib, sal o'zimga kelib, bu narsa yedim-da. Bitta o'tirdim, bo'l, uyog'iga kuch keldi, voy yegan hisobiga bosdim uyog'iga. 4 soatda yetib keldim-da. Yiqilish anaqalar bilan 4 soatda yetib keldim. Keldim, qarasam, ulguribman. Voy, xursandman. Uyog'iga emaklasangiz ham yetib kelsangiz bo'ladi. Yugurishda. Yursangiz ham bo'ladi-da. Keyin o'sha yerda tushib anaqa qilib alishtirib yugurishga chiqdim. Shohruh aka bor edi. Sekin yugurib bemalol anaqa qilib yugurib keldim. O'pish 7,5 soat bo'ldi. Yig'ilishlar va hokazo bilan. Cut-off time qancha edi? 8,5 soat. Takshda yaxshi anaqa ulgurib keldim bemalol. Birinchi distansiya. Polovinkada zo'r bo'ldi. Bu yerda qanday edi? Manzaralar qanday edi? Trassa qanday edi? So. Ja unaqa zo'r emas. So. Endi baribir o'sha issiqroq joy, quruq, yam-yashil emas. Bar eng zo'r manzaralar sovuqroq, salqinroq joylarda-da, yam-yashil bo'ladi hamma yoq. Misol uchun Angliyadagi manzaralar вообще bomba, zo'r edi-da. Qishloqlardan yurasiz-da. Hech kim bormagan joylardan, fermalardan, sigirlar hidi keladi, misol uchun. Keyin demak o'sha Oman bo'ldi. Omandan keyingi anaqa Frankfurtga slot olgandim, polniy distansiya. Keyin polniy distansiya. Keyin Ramazondan keyin qarasam tayyor emasman-da. Ham ikkita marafon yugurdim, charchaganman. 2 oydan keyin Frankfurtga aytdim, ko'chiraman deb Barselonaga ko'chirdim Barselonaga ko'chirdim, bo'ldi bu yoqda o'sha sekin tayyorgarlik qilib, yozda shug'ullanib, orada iyulda Svonziga bordim, UK ga, Svonzi degan joyiga. Endi men Svonzida anaqa qildim-da, slot olganimda bike anaqani road ko'rmagan ekanman. To есть nimasini? U оказывается Yevropadagi eng qiyinlardan bittasi ekan. Bike trassasi, yaxshi. Juda elevation baland va moderate ga kirar ekan. Misol uchun easy bor. Ya'ni u hilly. Ya'ni tepa pastlik juda ko'p-da. Hilly. Men bilmaganman uni. Uni tanlashda o'zi nimalarga e'tibor bergansiz? Qanday tanlagansiz? Вообще e'tibor bergan. Location. UK bo'ldi, UK ekan. Vizam bor, boraman degan. O'rtog'im bor. UK yana bitta UK olganman. Bitta Boyimsdan, bitta Svonzidan olganman. Keyin nima bo'ldi? Bordim. 49 minutdan suzib chiqdim. Yaxshi bemalol, zo'r, xursandman. Veliga o'tirdim. Sal yurganimdan keyin tepalik boshlandi-yu. Voy, umrimdagi eng qiyin velotrassada. Chorvosh narsa emas, ishoning. Chorvodagi bor boyagi. Anaqaga.
Bunda eng baland joyda buni aylanib chiqasiz-ku, hech narsa emas u. Mana bunaqasiga tepaga ketasiz-da, tushunasizmi? Tepaga ketasiz-da. Shunaqa qilib yurib, orada tushib, va hokazo mana shunaqa qilib juda qiyin bo'lganda, ana bayk anaqasi bo'lib ham men uncha o'pitim yo'q. Men endi Omanni o'ylab yuruvdim-da, Omanni o'tdim, o'ta olmayman deb juda qiyin bo'lgan. Bir amallab shu bayk tugatib, anaqa qilib, keyin yugurishga chiqib yugurib, bir amallab o'tdim anaqani. Londondagi Swansea, u anaqa tomonda, Walesda. O'sha Londondan 300 ming kilometr o'sha yerga borib qatnashdim unda. Undan keyingisi Tallinda polni bor edi, slotim bor edi. Уже olib qo'ygansiz buni. Olib qo'yganman, Tallin polni. Shohruxga ham olganman slot. Birga boramiz deganman-da. Men vizam bor, viza olganman. Shohruxga viza chiqmadi-da. Voy. Keyin plyus men 24-avgust edi. Bormadinglar shunda. Bormadik. Sabab men maktab ochayotgandik, Jahon School. Shunga ish ijrasi ko'p edi. Juda ответственный, chunki bormayman dedim. Sherigam yo'q. Eng qizig'i, videografimga ham viza chiqqan, menga ham chiqqanda, Shohruxga chiqmay qoldi-da. Hammasi tayyor edi. Keyin bormadik. Tallinga bormadik, lekin men Weymouthga bordim. Keyin 13-sentyabrda Weymouthga bordim, yaqinda. Weymouth bu Angliyaning eng janubiy nuqtalaridan bittasi. Weymouth u zo'r bo'ldi. Chunki suzish atmen qilishdi. Qanday suzishni atmen qilishdi? Короче, Weymouth o'zi sovuqroq joy. Sovuqroq, o'zi Angliya o'zi sovuq, tim bo'lib o'tlar suvga yaqin sovuq. Ob-havo o'sha anaqasida, ob-havo bo'yicha kunning ikkinchi qismi soat 12 dan keyin yomg'ir ekanda, jaladi, qisqasi. Va agar suzish yo'li qoldirishsa, veloda bir qism atletlar yomg'irda qolib ketadi. Ha, o'ta trassada pastga tushadiganlar bor-da, juda ko'pchilik yiqilishi mumkin. Skolskiy nima? Sirpanchiq. Ha, sirpanchiq yiqilishi mumkin-da. Shuni endi suzayotgan suzish bor payt ertalab o'zi anaqa edi, havo yaxshi edi, suzsa bo'lardi bemalol. Muammo suvda emas, muammo velo etap oxiridagi yomg'irda edi. Shuning uchun atmen qilishdi ular bir kun oldin. Bo'ldi, yaxshi dedim, chunki rosa sovuq ertalab, sovuq suvga tushgisi kelmaydi, lekin tayyor edim, bir kun oldin suzib anaqa qilib, men aytdim, bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Trassani sinab ko'rdingiz. Nima, suvga kirib. Suv ham normalniy, ya'ni juda chuqur ham emas-da, pastingiz ko'rinadi, hammasi joyida. Yer ko'rinadi. Zo'r bo'ldi, ertalab bordik, 2 soat oldin borimiz, kofe ichib o'tirdik, kutib soat 8:07:45dami baykka start berdi. Bayk o'tib chiqdim. Yaxshi, undan keyin keldik, uje yetib kelganimda o'sha yomg'ir yog'yapti. Aha. Baykda trassa qanday edi? Bu yerdagisi. Bu ham normalniy, ya'ni oson emas, flat emas. O'zi UKda flat manimcha yo'q. Rollingda buniki. Ya'ni misol uchun bitta sal chiqasiz, keyin tezroq tushasiz. Chiqib mana shunaqada, polni distansiya mana shunaqada. Lekin bunda ham anaqa tepaliklar bor ekan. O'sha joylar rosa qiynab qo'ydi-da. O'sha anaqadan Velo tugadi. Velo tugagandan keyin o'sha yugurish bo'ldi. Endi yugurish maza qilib yugurib, yomg'irda, lekin rosa ho'l bo'lib ketdim-da. Aynan shu yugurish tugaguncha soat 2 gachami shunaqa jala quydi. Polni hamma krossovkalarning ichi hamma ho'l, nam, dablas chiqqan. Tugadi, finishga keldi, medallarni oldi. Keyin sekin o'sha mehmonxonaga borib. Demak, suzishni bajarmay bo'ldi, baribir finishga kelgandan keyin medallar berildi. Albatta, chunki u xavfsizlik uchun atmen qilishdi-da. O'sha anaqani atmen qilishdi suzishni. Juda o'zi redki holat, Ironmanda suzish atmen, lekin bu yerda atmen qilishdi. Shunaqa redki holat. Tushmayman bunaqa holatda bo'ldi, men tushdim. Experience. Suzish atmen bo'ldi, keyin o'sha velo bilan yugurish bo'ldi, yaxshi. Borib yugurib, yaxshi tajriba, yaxshi bo'ldi. Va oxirgi anaqa musobaqa bizda Barselonada bo'ldi. Barselonaga biz Shohruxka bilan guruhdagi 15 kishi tayyorlanganmiz. 15 kishi, короче, butun jamoa hamma Barselona deb tayyorlanib, qisqasi. Maqsad, dream hammada. 80% odamga viza chiqmadi. Shohrux aka va hokazo o'rtoqlarimiz ko'pchilik chiqmadi viza. 15 kishi bor. Taxminan 15 kishi bor edi va 4 kishi ketdi. 4 kishi. Bitta o'rtog'im endi Norvegiyadan keldi. Toshkentdan 3 kishi ketdik. Vizasi borlar. Men ham ketdim. Bordik Barselonaga. Birinchi polniy distansiya. Endi men tayyorman, hammasi joyida. Короче, zo'r. O'tganman, bilaman, amaliyotim bor. Zo'r va bo'lib ham Barselona qiyin trassa emas. Velosi takoy sredniydan sal pastroq, tekis joylari ko'p, lekin orada ikkita sal balandroq joy bor, lekin eplasa bo'ladi в принципе. No, lekin suzish Barselonada eng qiyinlardan bittasi ekan. Suzish o'zi birinchidan ochiq suv, ikkinchidan to'lqin. Va shunaqa to'lqinki,
Misol uchun suzayotganingizda shundoq qarasangiz suv ichida bo'ladi boshingiz. Suzyapman shundoq qarab bo'y ko'rinmayapti. Nimaga? Oldimda to'lqinda. Keyin sezasiz, unda suv tepasiga chiqqanda qarasam bo'y bor. Bo'ldi, to'g'ri ketyapman. Navigatsiyada. Shunaqada. Qisqasi endi bordik, o'sha bivnomerlarni oldik, hammasi yaxshi, tayyorgarlik hammasi idealniy, короче. Idealniy hammasi zo'r. Tayyorgarlik. В принципе, hammasi zo'r bo'lishi kerak. Hamma zo'r ketyapti, hammasi. Viza bor va hokazo, hammasi yetib keldim, vaqtida bike test qildim, yugurdim, templar yaxshi, sog'liq yaxshi, vassalangan, hammasi zo'r. Kuniga 7 soatlab uxlayapman, vaqtli yotib, vaqtli turyapman, hammasi zo'r qisqasi. Hammasi joyida va musobaqa kuni keldi. Velosipedlarni bir kun oldin qo'ydik, musobaqa kuni ertalab borib ichimliklarni qo'ydik. Bitta anaqa butilkada shakar anaqa bor-ku, parashok. Parashok shakar bo'ladi anaqada. Maurtenda bilsangiz parashok bor. Kuch beradigan o'sha shakar damlaganman, bittasi aralashtirib, bittasi oddiy suv turibdi. 4 ta gel olganman. Ozgina tabletka olganman. Adashmasam gel 4 ta yo 5 ta edi va bitta batonchik olganman. O'zimcha. Hammasi yetadi, hammasi yaxshi yetadi, hammasi zo'r deb qisqasi energiya effektivniy уже bo'lyapti. Men короче yorib yuboraman deb chiqdim suzishga. Suzib chiqdim. Rasa to'lqin bo'ldi. Endi короче taxminan 2 soatlik suzib chiqdim-da. Menga bo'ladi, men aytdim, asosiy suzib chiqdim, qolib ketmadim deb. Chunki nima bo'ldi? Qaytishda shamol bo'ldi-da, rasa to'lqinga qarshi suzishga to'g'ri keldi. Suzolma joyimda turgan dedi, suzolma joyimda turgan dedi. Joy вообще stressda, suzib qolmasam-chi degan narsa bor. Keyin o'zi umuman boshlaganimizda ham boshidan to'lqinda, to'lqin rasa stress berar ekan. Chunki birinchidan kuchingizni to'g'ri sarflay olmaysiz. Ravnovesiyaga ko'p e'tibor ketib qoladi, suzishga emas. Suzolma endi ayrim endi bilasiz, boy kimdir tepadi, kimdir unaqa qiladi. Bitta udariysiz boshingizdan, kimdir anaqa qiladi, kimdir oldingizdan boy oyog'i bilan anaqa qilganda charpilab nimalar qilib, charpilatganda tegadi. Mana shunaqa holatlar bo'ldi. Bir amallab Xudoga shukr, alhamdulillah suzib chiqdim. Bunda aylanib kelib, yaxshi suzib chiqdim. Wow, kayfiyat zo'r. Короче, anaqaga o'tirdim, bike o'tirib ketdim. Все идет хорошо. Hammasi zo'r, вообще zo'r hammasi. Mo'ljallangan. Moshna. Ketyapman, veloda boshida tepaliklar bor. Tepalikda endi bir anaqa qilib, templarni tushirsa ham, puls ochsa ham bir amallab chiqib, boshida shu rasa tepalik bor ekan, ketdi u yog'i tekis yo'lda. Ketyapman, zo'r, hammasi joyida. Unda borib aylanib, короче, Kalelada bo'ladi, Barselonaga borib qaytib kelasiz. 45 km yoqqa, 45 km bu yoqqa birinchi anaqani 320 dami keldim-da. 320 da adashmasam keldim. Birinchi 90 km hisob kitob qildim. Voy, mana bunaqa nari borsa 7 soat. Ikkita lap bo'lganda. Ikkita lapda 7 soat вообще ulguraman, zo'r deyapman-da. Zo'r ketyapman-da qisqasi. Kayfiyat zo'r. Sredniy skorost baland. Tekis yo'lda 30 ketyapman, 29-30 ketyapman. Maza qilib ketyapman-da. Kayfiyatlar a'lo, короче. Keyin qaytishda nima bo'ldi? Qisqasi qaytishga shunday qayrilganda o'sha qisqasi ko'ryapman, vaqt ketyapti. Namoz vaqti kirdi-da. Na peshin o'qib olishim kerak edi. Safarda bo'lgancha 2 rakat qilib farzini o'zini o'qib qo'yish kerak. Короче, bitta joy topdim-da, to'xtadim, tushdim. Velosipedni qo'ydim. Cho'nchimda joy namoz bor edi. Kichkina shuni to'shadim, bemalol. Oldinga bitta qiz kelyapti, boyga qarab turadigan. Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi joyida, deyapman. Kuzatuvchi-da-yu, nimadir muammo bo'ldimi deb o'yladi. Yo'q, hammasi joyida, men prayer borman dedim. Okey dedi. Kompasdan topdim qiblani. Taxminan to'g'rilab, oldindan tekshirib oldim. Topdim, namoz o'qidim. Bo'ldi, o'qib bo'ldim. Keyin mana shu bir 10 minutlik ketdi qisqasi. Endi men roziman, okey, men boyagi 3:20 da kelgan bo'lsam 3,5 soat bo'ldi, yana 3,5 soat bo'lsa yetib kelaman deyapman-da. Okey, keyin hojatxonaga borib kelib qoldi-da. Eng qiziq hojatxona chiqmaydi-da. Stress-da, qarayman. Endi o'ta ko'chada hech narsa qila olmaysiz-da. Va aid stationlarda ham yo'q. Aid station bor, hojatxona yo'q. Hojatxona qilib qo'yadi-yu aid station odatda. Hammasida yo'q ekan-da, ba'zilarida bor ekan. So'rayapman, yurib ketim, bittasi chiqib qoldi. Короче, men qaytayotgan joyda kelishi aid station. Yo'lni bu yog'iga o'tib, bemalol hojatxonaga kirib, yuvinib, anaqa qilib, elektrolaytlar ichib, bu yerda 10 minut ketdi-da. 10 minut ketdi qisqasi. Endi bilasiz, vaqt normalniy. Hayolda normalniy qisqasi. O'zi cut-off time bor 950. Siz bike'ni 950 tugatishingiz kerak. Orada yana bitta cut-off time bor 720. U siz o'sha boyagi birinchi lapda borib qaytasiz-ku.
ikkinchi borganingizda mana shu nuqtada qaytishingizdan oldin 135-kilometrda 7:20da o'sha yerda bo'lishingiz kerak. Короче, men orada hojatxonaga kirdim, namoz o'qidim, maza qilib, короче, sekin qaytyapman. Qarasam, temp tushib ketyapti-da. Уже kucham qolmayapti-da. Keyin, короче, Maurtem ichib bo'lganman уже. Maurtem, короче, kofein ichdim. Ta'sir qilmayapti-da, tushunmayapman. Kofein ichyapman, salivay tabletka ichyapman, ta'sir qilmayapti уже. Chunki men o'zi sis ichardim-da. Sisda kofein bitta ta'sir qilardi. Suyuqroq bitta ichardim, srazi 5 minutdan keyin srazi uyg'onardim-da. Ketyapman, temp tushib ketdi-da. Voy, deyapman, harakat qilma, temp tushib ketdi. Endi men keyin tushundim, Maurtem menga tushmas ekan uncha. Ha, to'g'ri kelmas ekan. To'g'ri kelmas ekan-da. Bu endi bu individual holat-ku, bilmaysiz. Ichyapman, ta'sir qilmayapti. Keyin uyda ham velotrenirovkada atayla Maurten ichyapman-da hozir ham. Ha, o'rgatish uchun. Lekin Maurten uncha yaxshi chiqishmayapman nimagadir. Keyin Maurten ichdim, ta'sir qilmayapti-da. Voy, temp tushib ketyapti. Kuch yo'q, energiya yo'q. Bitta o'rtog'ini ko'rib qoldim. Biz bilan, "Aka, qalaysiz, va hokazo gaplashib ketyapmiz. Gelingiz bormi?" dedim. "Ha, sis bor" dedi, kofein. Kola de. Wow, berdi. Ichdim, ishonasizmi? Shundoq kuch keldi-da. Tepaligiga to'xtovsiz chiqib ketdim-da. Temp tushirmasdan tepaligiga chiqib ketib, tushib, короче, zo'r ketyapman-da. Tushundim shu, voy, men o'sha pitaniyada вообще notur. Men anaqa emas, shakarim ham tugadi-da boshida. U ham boshida o'sha tugadi. Yana olmagan ekanman-da. Ya'ni qisqasi ovqatni men вообще kam. Вообще noto'g'ri hisob kitob qilganman-da. Men o'zimcha bilmadim nima o'ylaganman. Men aid station'ni olaman deb o'ylaganman. Lekin aid station'da Maurten-da tushmadi, keyin bilib qoldim. Men undan ko'ra, misol uchun, sistem shu kofeindan 4-5 dan solib qo'ymaymanmi? Keyin shundoq 135-kilometrga kelsam, o'rtog'im turibdi. Ha, sabab bo'ldi, biz yetishyapti trassadan deydi. Voy, 10 minut kech qolgan. U 7 minut, men 10 minut kech qolganman-da, tushunasizmi? Ha, voy, keyin короче, men va mendan tashqari 20 dan ziyodmi odam уже to'xtatib, hammani chiqaryapti o'sha avtobus chaqirib, velosipedni ortib, bo'ldi, olib ketamiz, biz yo'lni ochishimiz kerak, sizga ruxsat beraman. Lekin, в принципе, men hozir qaytsam 950 ga ulguraman. To'g'ri. 720 ga ulgurmadim men, tushunasizmi? Mana shunisiga yetib kela olmadim-da. Agar misol uchun orada men misol uchun endi hojatxonaga kirish kerak edi, yura olmaysiz-ku. Namoz ham o'qish kerak. Shuncha pauza olmaganimda balki o'tib ketardim. Lekin o'shanaqa to'g'ri kelib qoldi. Plus yana orada tempim tushib ketdi. Maurten yana nutrition ovqatlanadi. 20 ga tushib ketdi-da, tempim 18-20 ga tushib ketdi. Tekis trassada. Tushunasizmi? Umuman ovqat yeyapman, to'xtadim orada, qolmagan energiya qolmagan. Gel ichyapman, suv ichyapman-da. Ta'sir qilmayapti-da. Yana o'sha ahvol. Umuman sezmayapman-da. Keyin tushundim, shu menga cho'ta Maurten uncha tushmagan, uni o'rniga sis bo'lganda balki yaxshiroq perform qilardim-da. Bu shu yechib oldi. Keyin o'rtog'im bilan qaytib keldi, avtobusda uxlab, sekin qaytib keldi, chunki 45 kilometr avtobusda olib kelib, anaqaga tashadi. O'sha anaqa boshiga start tashadi, borib velosipeddan olib, uyga borib yuvinib, kechqurun ovqatdan mana shunaqa qaytib keldik. Unda qanday bo'ldi? Unda takoy sajleniya bo'ladi, nima, afsuslanish bo'ladi yoki hammasini normallik qildingiz, hammasini xohlaganingizdek bajardingiz, shunaqa bo'ladi degan. Shunaqa, endi menda asosiy narsa, demak shunaqa bo'lish kerak ekan. Chunki men hamma sababini qildim. Demak shunisi yaxshi ekan menga deb o'yladim. Shunda qoldim. Shunga rozi bo'ldim. Va xatolarimni tushundim-da. Yana bitta meni xatoyim, men shu paytgacha 180 haydamaganman. Ha, uzunligi. Eng uzun 111 bo'lgan ekan. Keyin o'tda 135 bo'ldi. Bu ham bitta xatoyim. Men 180 kamida 3-4 marta o'tishim kerak ekan. Hatto bir trenirovka qilganda trening qilib. Va o'tda men tushunardim, chunki 180 da chunki 90 da men zo'r o'tdim-da. 90 da chunki men opit bor, ovqat hisob kitob qilganman, hammasi zo'r. Men nutritionni o'zi 90 ga qilgan ekanman-da. Planni yarmiga qilgan ekanman. Lekin 180 o'tganimda men tushunardim-da. 135 dan keyin kuch qolmas ekan. Demak, men bunaqa narsa kerak. Qilmaganman shu. Birinchi xatoyim shu. Ikkinchisi ovqatni noto'g'ri rasplelit qilganman-da. Ovqatni noto'g'ri rasplelit qilganman. Shuni hisobiga shunaqa bo'ldi. Keyin trassadan yetishdi. Okey dedim, xudo xolasa, okey dedi. Bir tomondan yaxshi, chunki maqsad hali ham bor-ku. Siz to'xtamaysiz-da. Yana anaqa qilasiz. Keyin nima ekan, nima bo'ladi degan savol yo'q, maqsad bor hali. Maqsad bor, bo'ldi. Bu yog'iga endi anaqa, bu yog'iga xudo xolasa, endi keyingi yil maqsad o'tish, bitta polniy distansiya. Yaxshi. Uje slotib qo'ygansiz kerak. Endi bu haqida batafsil aytib o'tirmayman. Lekin keyingi yili xudo xolasa o'tish niyatim bor.
Barselonaga olganman. Keyingi yil shu Barselonaga bu safar yana gruppovoy vaqtliroq vizalar olib Barselonaga bormoqchiman. Qaysi vaqtida Barselona bo'ladi? Yili 4-oktyabrmi shunaqa. Bo'lsa siz ham boring lekin. Men hozir bitta biza Shohruh degan bola tanishtirdim sizni, esingizda bormi? Shohruh aka Erkinov shu bilan birga nasib bo'lsa biza keyingi yil Avstraliyaga palavinka qilishni niyat qildik. Zo'r. Yarim bo'ladi u ham. Chunki men o'zi yarim qilishni постоянно yarim qilayotganligim sababi ham bilasizmi? Mana maza qilish. Mana shu o'zim qiynab nima qilish emas, shu maza qilishni ushlab olishni sightseeing zo'r, nimalar, atmosfera zo'r, ko'radigan joylar zo'r. Mana shu yil Amerikaga borib kelganligimni ham, trassani tanlaganligim ham sababi bilsangiz agar nimalar bor. Athletes choice deydi, to есть ishtirok etgan insonlarni голосованиесiga asosan eng chiroyli trassalar, eng zo'r trassalar nima qilinadi. Mana shu yil borgan Amerikadagi Muscleman, New York Upstate'da bo'lgan start 2024-yil atletlarni голосованиеsi bo'yicha eng zo'r trassa hisobiga Amerikada. Dunyo palavinkani, palavinkalarni eng zo'r trassa 2024-yildagi dunyo bo'yicha eng zo'r trassa bo'ldi. Haqiqatan zo'r trassa. Sizni xulosangiz qanaqa o'tdan? Taassurotlar. Haqiqatan shunaqami? Haqiqatan shunaqa. Chunki birinchi eng asosiysi mana suvda, mana saytsi suvda qaragan chopi, nima deydi? Valnalar deydi-yu, valna bo'ldi. Qiziq, men bir hafta oldin bordim yerga. Bir hafta oldin borib, o'zim spesialni saytganingizda trenirovka qilmoqchi edim, trassani ko'rmoqchi edimda. Nimani gidrokostyumni kiyib, borib suzdim. 2 marta suzdim. O'sha start bo'ladigan suv havzasida, lake yerda ozero. Birinchi safariga umuman nima yo'q edi. Shamol yo'q, tinch, maza qildimda, zo'r ekan dedim. Nima volni yo'q, nimalar yo'q. Ikkinchi safar kelganimga вообще hayron qoldimda. Volnilar men tushunmayapman. Volni ham uncha emas ekan, surpriz bor ekan. Menda oldin start payti surpriz meni kutayotgan ekan. Ikkinchisiga ham suzdim, dedim, primerni plus minus ko'rdim. Yaxshi bo'ladi, amallayman, masala yo'q deb o'zimcha xayol qilib, keyin startda dabdala bo'ldi. Birinchi marta o'zimda mana shunaqa sea sickness deydi-yu, nimadagi suvda kasal nimalar o'sha baland dengiz kasali. Dengiz kasali. Mana shu dengiz kasali borligini o'zimda sezdim start kuni. To есть men suzayapman, где-то bir 30-daqiqada постоянно nima saytizu suvda, постоянно volni sizni olib qochadi. Keyin men tushunmayapman, уже qayt qilgim kelyapti. Bosh og'rig'i bo'layapti. Men o'ylayapman, "Froja, hamma narsa normal. Оказывается, mendan o'sha dengiz kasalligi bor ekan, постоянно nima. Mayli 50 minutda suzib o'tdim. Keyin chiqqandan keyin velosipedga o'tirgandan keyin 90 kilometr fermalar orasida saytganingizda Londonda dizu shunaqa chiroyli. Bu yerda ikki tomondan lake borda, ikki tomondan nima? Suv nimasi? Lake o'zbek tilida ko'l. Ikki tomondan ko'l. 90 kilometr siz bir tomondan ko'l orasidan, to есть nima? Prям ko'l bilan bu tomon vid, bir tomondan o'tasiz, keyin yana ikkinchi tomonda ham bu tomon endi manzara. To есть вообще 90 kilometr haqiqatan ham mazza qilib nima o'tdingiz. 21 kilometr yugurish. Qisqasi, haqiqatan ham bekorga aytilmagan deb o'ylayman. Juda ham chiroyli trassa, juda ham mazza qildim. Shu 6 soat 50 minut bo'ldi. Mana shu birinchi palavinkam 6 soat 50 minut. Shundan keyin o'zimga plan qildim, shu 1-2 yarimni ko'ray, 1-2 ko'proq joyda borib ko'rib, shu mazza qilishdi, qanday qilib protsessda, ya'ni tapit qilasiz, bosasiz, yugurasiz, suzasiz, bar maqsad bor, lekin o'sha bilan birga experience deydi-yu. Qanday qilib mazza qilib protsessda удовольствие, satisfaction bo'lish haqida. O'zi shu yugurishda ham, keyin Ironmanda ham tashkilotchilar aytadi-yu, enjoy the race deydi. Men tushunmayman, как можно enjoy? Qanaqa bo'lsa enjoy qilsa bo'ladi. Ishlash kerak, potensial kerak, limitga tushish kerak. Keyin shundan keyin asosiy maqsad menda bo'lish shu maksimal harakat qilsam, trassalarni ko'rish, to есть lifestyle nuqtai nazaridan agar men maqsad qo'yib
boya siz aytganingizdek u maqsadga erishgandan keyin nima degan savol bo'ladida. Atom odatlarida ham shu narsa haqida aytgan. Agar odatlar davomiy bo'lishini istasang agar maqsad qo'yishda minus tomoni shundaki, keyin nima? Maqsad erishganingdan keyin uje boyagi xohish bo'lmay qolishligi, odatni keyin tashlab qo'yish nimasi katta bo'ladi, xavfi bo'ladi-da. Shuning uchun buni qanday qilib lifestyle nuqtai nazaridan qanday qilib men ham deylik sport bilan shug'ullanyapman, ham sog'lig'imni yaxshilayapman, ham turizm nuqtai nazaridan dam olyapman, aylanishga boryapman. Bu takoy bir filosofiya, mindset deymiz-ku, shunaqa. Shuning uchun men siz bilan birga, atrofimdagi insonlar bilan birga qanday qilib shu reyslarda qatnashib, parallelni ham turizm, ham pутешествие, ham lifestyle nuqtai nazaridan approach shunaqa. Men nima deydi? Dunyo lifestyle, qisqasi lifestyle. O'zi men marafonlarga borganimdan keyin menda ham juda bir yangi narsani o'zim uchun kashf qildim. Bu birinchidan maqsadsiz bormaydigan bo'ldim safarlarga. Misol uchun bo'lishi mumkin, endi oilaviy bo'lsa, o'rtoqlaringiz bilan bo'lsa dam olishga borasiz, lekin bitta o'zim bormayman. Va iloji bo'lsa safarda nimadir musobaqaga to'g'irlashdi. Bitta o'qini ikkita qilaverasiz. Yoki marafon bo'ladi yoki triatlon bo'ladi, nimalarga to'g'irlansa juda yaxshi bo'ladi. Bitta o'qdan ikkita. Va keyingisi shu sport turizm. Ya'ni misol uchun Nyu-Yorkka bormoqchisiz, 5 kunga borishingiz mumkin. Marafon yugurasiz, bir kun, qolgan kun aylanasiz va qaytib kelasiz. Ya'ni prosta tag misol uchun borib kelgandan ko'ra mana shu maqsadliroq ekanda. Men shuning uchun o'zim uchun kashf qildim va bundan buyog'iga qayerdir borsam birinchi ko'raman-da. Nimadir bormikin? Start marafonlar bo'lmasa yugurib. Men bir marta Angliyaga borganimda 10 kilometrli reysda qatnashganman. Bir marta borgan, 10 kilometr reysda qatnashganman va juda chekkada bo'lgan, London juda chekkasida bo'lgan. At least qatnashganman-da. Ya'ni at least medal bilan kelganman. Shuning uchun shunaqa bir to'g'ri aytasiz. Mana shu nima deydi? O'sha yerga boryapsiz, palibom. Baribir o'sha yerga boryapsiz, to'g'rimi? Baribir o'sha vaqt, qanaqadir vaqtda o'sha yerda bo'lasiz, to'g'rimi? Deylik, Tursiya shu tomonlardan plyajda yotib, kuni bo'yi dam olmayman, bor. Qanaqa dam olish? Aytadi-yu, Antaliyada bir haftaga gostinitsada yashashga ketib. Qanaqa qilib? Qizumas-ku? Yotasiz pastda, ya'ni nima u? Ovqat yeysiz faqat, yotasiz. Yo, bu azob, bu dam olish emas, azob deb o'ylayman-da. Undan ko'ra misol uchun endi chiqilsa ham sightseeing bor joy bo'lsa va har kuni aylanib, aktivniy o'tdiq va yugurib, ertalab bo'lsa velosiped ijaraga olib, velo trenirovka, bassenda suzib, ko'chada suzib, ya'ni shunaqa rang-barang bo'lgan yaxshi-da. Chunki bitta gostinitsaga kirdingiz, ertalab zavtirib, keyin ovqat hazm bo'lmaydi o'tda. 3 mahal qanaqa ovqatlansa bo'ladi? Hayronman. Zo'r. Jahongir aka, yana bitta eng bir so'ramoqchi bo'lgan narsam bu, bilasizmi? Siz hozir marafonlardagi trenirovka, Ironmandagi trenirovka haqida gapirdingiz. Farqi haqida gapirdingiz-da. Bu o'zi qanaqa farq berdi? To есть deylik, siz majorlarni o'tib, yugurishda tayyorgarlik ko'rganligingiz, trenirovka qilganligingiz. Ikkinchisi bu Ironmanga trenirovka. Уровень deymizmi, mashaqqat deymizmi, trenirovkalar deymizmi, mindset deymizmi? Endi o'zi misol uchun marafon yugurish baribir osonroq. Misol uchun yugurishga bilmadim, agar umuman yugurmagan odam 6 oyda bemalol marafon yugursa kerak. Consistency bo'lsa, davomiylik bo'lsa, bemalol yugursa kerak. Endi anaqa bo'yicha triatlon juda kompleksniy. Chunki misol yugurishda haftasiga 4 marta ham shug'ullanishingiz mumkin. 3 marta, 4 marta bemalol laytovoy, o'ziga qarab, kayfiyatga qarab, bir kun 5 kilometr yugurasiz, bir kun dam olasiz, keyingi kun 10 kilometr, keyingi kun tezlikka ishlaysiz va hokazo. Lekin Ironmanda siz jiddiy reja qilishingiz kerak. Nimaga? Chunki 3 xil sport turi bor va kuchli treninglar ham bor. Siz aytganingizdan keyin men qilishni boshidan bittada natija sezdim bor. Qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Men yugurganda pulslarim ancha tushdi va tezligim ham oshdi. Aynan buni misol uchun o'tgan hafta juma kuni o'sha prisedaniya bilan VPD qilgandim. Normaliy qilgan 3 kun oyog'im og'rib yurdi, lekin men kecha yugurganimda men juda tez yugurdim. Ham pace oshdi, ham puls tushdi. 140 menda balandroq bo'lardi, 140 pulsda, 141 sredniy pulsda 619 pace'da yugurdim-da. Gap yo'q. Oldin men 140 pulsda 7 pace'da yugurardim.
Men tushundim, kuch Bitta treninglari mashg'ulot desa. bitta mashg'ulot. Men ertaga shuning uchun anaqa qilganman. Har juma ertalab Hozir ko'ryapman, zalda ham nima suzishdan keyin zalda ham rasmni qo'yapsiz. strength Zalga training trening. kerak ekanda, kerak ekan. O'sha juda muhim ekan. Siz aytganingizdek men tushundimda. Endi misol uchun shunga men ozgina qidirib, o'rganib, boyagi aynan velosiped uchun, aynan yugurish uchun ularni qilsa, demak u tezligi ham xartretga ta'sir qilar ekan, zo'r. Shuning uchun bu yerda rosa juda plan qilish kerak va iloji bo'lsa har kun shug'ullanish kerak-da. Ya'ni buni misol uchun 3 kun haftada qilib bo'lmaydi, tayyorlanib bo'lmaydi misol uchun. Chunki siz haftada misol uchun 2 kun yugursangiz, 3 kun velo, 3 kun suzish qilsangiz, 1 kun strength training va 7 kun. Qaysidir kun ikki mahal. Qaysidir kun ikki mahal. Shuning uchun bu juda boshqa dunyo. Va yugurishdan ko'ra triatlonda siz 4 barobar menimcha ko'proq harakat qilishingiz kerak. Chunki trenirovka hajmi ham katta va undan tashqari turli xil narsalarga ishlashingiz kerak va yana bitta muhim narsa bu qayta tiklanishga ulgurish kerak. Восстановлениеga. Shunaqa, misol uchun ba'zi kunlar bo'ladi, ko'p shug'ullanib borasiz. Mana o'sha kuni o'sha strength trainingda ko'p ishlaganim uchun ertasi kuni hech narsa qila olmadim. Oyoqlar og'rib, faqat yurishingiz mumkin bo'ldi-da. Shunaqa. Shuning uchun mashg'ulot tomonlama Ironman triatlon juda ham mashaqqatli anaqaga qaraganda, yugurishga qaraganda. Keyin yana bitta narsa bu, bilasizmi, agar deylik sizdan bitta narsani ayting, bitta narsa, mana shu yo'l sizda nimaga o'rgatdi va nima uchun mana shu yo'lni yana bir marotaba kelgusida agar shunaqa variant bo'lsa, agar yana bir marta o'tardingiz, tayyorsiz shu narsani o'tishga. Bilasiz qanaqa mashaqqatligini, bilasiz qanaqa qiyin bo'lganligini, nimaga o'rgatdi bu sizga? Nima, qanaqa bitta narsa yoki mayli bitta emasdir, balkim bir nechta narsadir. Nimani o'rgandingiz mana shu yo'ldan? Siz qayerdan bilasiz yana o'tish mumkinligini? O'tishingiz mumkin, o'tasiz deysiz, ishonch bilan. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Nimadir borki, siz nimadir o'rgandingiz yo'lda, что agar shunaqa imkoniyat bo'lsa yana bir qilardingiz bu narsani yoki. Endi misol uchun o'sha triatlon, marafonlar meni shaxsiyatimni ham o'zgartirdi deb o'ylayman. Birinchidan bu yerda siz mana misol uchun triatlonda trenirovka, mashg'ulot juda uzoq bo'ladi-yu. Velo trenirovka bo'lsa 4 soat, 5 soat qilishingiz mumkin. Bizda shunaqa bo'lardi, yozda ertalab chiqib ketib, soat 6da, obeddan keyin 3da kelardik-da. Shunaqa kunlar bo'lgan misol uchun. Ya'ni 4 soat, 5 soat velosipedda naushniksiz o'zingiz bilan o'zingiz ishlash bu juda katta sizdan iroda talab qiladi, mashaqqatga soladi. Shuning uchun bu yerda birinchi o'rinda bu irodani kuchaytiradi. Ya'ni siz endi boshqa kundalik kichkina masalalar, muammolar sizga juda kichkina ko'rinishni boshlaydi. Siz bu yerda odamlarning gapi, asabini umuman o'ylamaysiz. Kimdir nimadir takki melichi deysiz, shunaqa kichik narsalar deysiz. Mana shu yerda o'sha misol uchun buni stressga chidamlilik desa bo'ladi menimcha. Shu stressga chidamlilik oshiradi. Bu не только физически, но и ментально. Mental albatta, chunki siz marafonda 35-kilometrdan keyin siz fizически yetib bora olmaysiz. Fizически siz unaqa kuchingiz, muskullaringiz misol uchun svejiy holda bo'lmaydi-da baribir. Ikkinchisi, ya'ni mana shu triatlonga tayyorlanish, marafonlarga tayyorlanish, endurance sport deyiladi, chidamlilik sportlari beradigan narsa bu demak sizdagi boyagi irodani shakllantirish bilan birgalikda. Ya'ni siz misol shug'ullandingiz, irodangiz shakllandi, shu bilan birgalikda o'zingizga ishonchni oshiradi. Chunki yer yuzida 0.005% odam Ironman o'tgan. 0.005. Shunaqa. Adashmasam, 0 yo ko'proq yo kamroq. Va 1% odam adashmasam marafon yugurgan. Yoki undan ham kamroq. Ya'ni siz tushunish boshlaysiz, ya'ni siz shunaqa insonlar elit qatoridasiz-da. Ya'ni misol Ironman marafonga yugurganlar ko'p. Yosh bola ham, yosh katta ham yuguradi. Chunki marafon misol uchun zone 2 da bemalol yugurib qo'ysa bo'ladi-da, ko'pchilik. Sog'liqqa ham zarari yo'q misol uchun. Endi faqat sal muskullarga ishlash kerak, ozgina oyoq travma olmasligi uchun, lekin ko'p holatda shunaqa. Lekin mana Ironman bu this is a different story. Juda boshqa narsa-da, ya'ni 140 mayl o'tish 3 xil sportda bu sizni juda elitni ham top elitga qo'shib qo'yadi-da. Ya'ni Ironman, to'liq Ironman o'ta olish bu juda katta darajada, juda katta inson boyiga tushunsangiz bo'ladi-da. Ya'ni misol uchun Ironman o'tganmansiz bo'lsa, siz bilasiz.
kim bilan gaplashayotganingizda Xarakterini, munosabatini. вообще melachilarga umuman qaramaydi, lekin o'sha maqsad qo'ysa erishadigan, fokusi bor, harakatchan inson sifatida bitta bilasizda. Shuning uchun o'sha stressga chidamlilikni oshiradi, irodani mustahkamlaydi va o'sha siz o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Zo'r, ajoyib. Jahongir aka, men xursand bo'ldim. Nima deydi, eng asosiysi atrof muhit dedizu, atrofdagilarimiz bizani mani atrofimda siz borligi, seni qaysidir darajada sizni atrofingizda men borligim, bir-birimizni ertalab yugurdimi, ertalab velosiped qildimi deb qarab turib, bir-birimizga mana shu maqsadga yetishish uchun atrof muhit qanchalik muhimligini bilib, shukur qilaman shu bir-birimizda borligimiz uchun. Sizga katta rahmat Jahongir aka, vaqt ajratib. Sizga ham taklif uchun kattakon rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.